Assalomu alaykum. Bugun biz Republic of Toys degan kompaniyaga keldik. Kechqurungisi boshqacha narsa chiqarib qo'ygan. Kunduzi boshqacha. Sonida ham adashgan. Keyin o'shanga yosh kerak ekan. Do'stlar erimasdan do'stga olib kelib, hammasi stanoga alohida qilib, Savdo sohasida mahsulotlarning turi bor. Bittadan o'rgatgandan ko'ra bitta video qilib qo'yasizda, u mahsulotni nimaga ishlatiladi yo qanaqa ishlatadi u apparatni. Boshqalar ham yeng kelgan ishlar bo'lishi mumkin. Ular ham keladi shunaqa deydi, demak mana buni joyi mana shu yerda ekan. Boshqa stilajga tushmaydi. Mana shu bola bor, maktabda kelgan menga. Maktabda qo'limda ishlagan bola, bosib. Hozir glavniy injener shu yerda. Talabga javob beradigan, lekin grammi kamroq ko'proq bo'lsa o'tib turadi. Bitta jurnalda ko'rsatiladi braklarni. To есть har bitta xodim o'zining kodi bor va qancha brak qilganini yozib yurasiz. Nega yetmaganda falon nomerli balonni. Nomer bo'lmaganda vaqtda. Hozir nomeri bor. Falon nomerli ballonni o'sha olib ketaveradi. Yanada boshqa yechim chiqib qolishi mumkin. O'shanda aytiladi, kelinglar, davaychi boshqacha tizim qilamiz deyiladi, boshqacha qilib yuborasiz. Prezident o'zlari ordenli berganlar, do'stlik ordeni. Nemetskiy o'yinchoqni 10 dollarlik, 10 yevrolik o'yinchoqni biz 83 sentdan chiqarganmiz. Assalomu alaykum. Bugun biz Republic of Toys degan kompaniyaga keldik. Bu kompaniyani asosiy faoliyati O'zbekistonda yirik o'yinchoq ishlab chiqaruvchi fabrikalardan. Bu kompaniyaning rahbarlari va boshqaruvidagi xodimlari HR bilan birgalikda bizani kurslarimizda o'qishgan. Bugun bu kompaniyaga kelishimizdan maqsad kursimizdan keyin kompaniyada qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa instrumentlarni, qanaqa insaytlarni olib qo'llashdi va bu qanaqa natija berdi. Shu haqda ko'rsatuv qilgani keldik. Xudo xolasa birgalikda obzor qilamiz. Qani marhamat. Aljon aka, rahmat bizani ya'ni bugun kutib olib mehmon qilishga rozi bo'lganingizga. Endi bu xudo xolasa biza kelganingizdan. Sizni suhbatingizni olib. Ya'ni hozir men bizani qatnashchilarimizga ham aytib juda muhim bo'lgan narsa o'rganilgan bitta kichkina instrumentni ham kelib qo'llash. O'shandan 100 ta narsani o'rganib, hech narsa qo'llamagandan ko'ra bitta narsa o'rganib qo'llagan yaxshi. Shunaqa jarayoni, qanaqa qilingani, mana shu darsida ham bulardan keyin qilinganda. Darslar muammoni yechdi, haligi bor, muammoga bittasi bahona qiladi, bittasi yechim beradi. Yechim bergan tadbirkorda. Yechim bermasangiz muammo hech qachon yechilmaydi. Birov kelib siz muammongizni yechib bermaydi. O'sha mana shu ham bitta yechim. Bizlar muammolarimizni video darsga qo'yayotgandik. O'zi men Botir o'zi gapirgan, o'sha 14 ta darsga qilganmiz. O'sha darslarni qo'yib beryaptik. Oson, sodda, keyin qog'oz yoziladi-yu, ko'p o'qimaydi, qo'l qo'yib yuboradi, bo'ldi, esdan chiqadi. Mana bu yerda biz darsdan keyin testi bor, testini yechadi. Testni yechgandan keyin o'ta olmasa tam yechadi, qachon o'rgangunicha. To есть bu darslik sizni so'plaringiz. O'zimizdan, o'zimiz so'pimiz. Shunaqa. Esingizda bo'lsa darsda ham aytdik, ya'ni standartda yozganda u qog'ozda yozilishi mumkin. Video ko'rinishda yoki rasm ko'rinishda dedik. Siz buni video ko'rinishda qilasiz. Videoda qildik, chunki bizga kerak narsani gapirilgan. O'sha ertaga men bilmayman, eshitmaganman, aytmagansan degan muammodan qochish uchun. Chunki oldin bu vahshiy ko'p bo'lganda. Voy, aytmagansan, ogohlantirmagansan, o'qimagansan bu. Mana hozir ko'radi, bo'ldi. Qo'yib beramiz, testini yechadi, eshitgansan, eshitganman bo'ldi. Hozir 50 marta ko'rmaydimi? Tekin-ku, bo'ldi. Tekin kerak. Kerak muammo bo'lmaydi-da. Bitta anaqamiz zo'r ishlayapti mana shu. Har xodimga alohida gapirmaymiz, bitta qo'yib beramiz. Ko'ra oladi. Zo'r. Tag'in ora-orada. Bu darslik aynan ishlab chiqarish xodimlari uchunmi? Ishlab chiqarishga mana bizda tarixini men gapirganman, keyin missiyamizdan gapirganman. Keyin bu Botirim anaqamizni ishlab chiqarishni gapirgan, yig'u brigadasiniki bor, hamma o'zini anaqasi, zavskadimizniki bor, hamma o'ziga kerakli narsa. Mo'malo ketib qolsa, kelmay qolsa, nima ish qilinadi zavskad? Nima majburiyati bor? Nimaga qarash kerak? Qanaqa joylashtirish kerak? O'shani aytib ketgan. O'sha unaqa katta emas, 5 minut, 10 minutlik anaqalar. Ya'ni birinchi insight demak o'sha video ko'rinishda qilish mumkin. Ikkinchisi 5 minutlik, 10 minutlik. Joynaqa 1 soat bo'lsa, oxirigacha hech kim ko'rmaslik uchun bo'lib ko'rgan yaxshi. Ikkinchi savol, bu darslikni keyin sizda ishlab turgan xodimlar ham ko'rishadimi yo faqat yangi kelgan xodimlar? Yo'q, bu mana birinchi keragi masalan missiyamning qadriyat tarixi ko'rinadi. Keyin ishlab chiqarishda bo'lsa, ishlab chiqarishni ko'radi. Yoki yig'uvda bo'lsa, yig'uvnikini ko'radi. Lekin keyin sekin ko'radi, u o'smoqchimi? Yani hozir 14 ta qilgan bo'lsa, tam 2-3 ta yig'ilyapti, muammolarni yechib, bu takrorlanadigan muammolar bor, o'shanga qilinadi, hammasiga emas. Takror har bitta narsani gapirmasdan bitta video qilib qo'yamiz,
anaqa qilinadi. Bitta misol bera olasizmi? Takrorlanadigan muammo nima bo'ladi? Takrorlanadi. Mana hozir mexanik tushuntiryapti, stanokda qanaqa o'zini tutish kerak, nima qilish kerak, qaysiga anaqa har bitta nalachi kelganda bitta qo'yib beramiz, ko'rib oladi. Bu keyin vazifasimi, vazifasi emasmi? Masalan, muammolar bo'ldi yaqinda, brak qaytayotgan braklarni hisobini qilishdi. Chiqayotgani yaxshi ketyapti, brak qaytyapti. Hop, unga ham bitta jurnal tutdik, qachon olib tushadi. Ikkita smeya almashayotgan vaqtiga olib tushamiz, bir-biriga to'nka olmaydi. Yozamiz, hali uni ham ko'rsatamiz anaqada jarayonni qilinganini. Chunki kontrol qilsangiz brak ham kam chiqadi. Oldin kontrol qila olmasdik, hozir kontrolga, raqamga o'tkazdik hamma narsani. Raqamga oldin masalan bizda bitta muammo bo'ldi. Balonni bizda 20 xilmi 30 xil balonimiz bor. Hammasi har xil mashina tushadi. Anaqa brigadir kechqurunga zakaz qilib ketgan qora balon chiqarsan, nomer etmagan falon narsaniga. U boshqa balonni chiqarib qo'ygan kechqurundan. Qarasa bir tali, lekin u kerak emas balon. Keyin bitta anaqa hammasi raqamga tushirishni boshladik. Nomer qo'yib tashladik. Hozir nomerlar doska qilib qo'yganmiz, hamma o'tirgan joyda ko'rinadi. Hammasi mana qolipda raqami bir xil, polufabrikatda ham xuddi shu raqam ketadi. Tayyor bo'lgandan keyin o'zi izlagan raqam boshqaga o'tadi. Raqamlashtirib o'tkazib oldikda shunaqa qilib. Raqamni chunki to sendan ana g'ildiraydan qilib qo'ydimidi-da, mana raqam. Mana raqamli g'ildiray bo'ldi. O'shanga qarab ketib qo'yadi. Boshqa qolib qaytarilmaydi. Bitta raqam ikkinchi marta qaytarilmaydi. O'shani anaqa qildi. Men o'zi o'ylayman, mana shu insightni olsangiz, aytsangizki, men fabrikaga bordim, ko'p narsa o'rganib oldim, bitta insight oldim desangiz, menimcha mana shu zo'r insight. Chunki mana bizani tizimlashtirish darsimizda ham aytganimdek, eng yuragi tizimlashtirishi bu so'plar. Ya'ni standartlarni bo'lishi. Mana shu standart. To'g'rimi? Standart keyin oddiy, soddaroq bo'lish kerak-da. Ana qiyin bo'lib ketsa, anaqa qilmaydi. Men o'qishga mayli yozuvlikni ham qildik. O'qimaydi, qo'l qo'yib yuboradi. Mana buni ko'rgandan keyin esda qoladi. Hozir baribir bundoq 5 minut 10 minutdan u yog'ini ko'ra olmaydi odamlar. Telefonda ham ko'radi, anaqada ham bundoq ko'radi 10 minutda anaqa katta qilib yuborsak bo'ladi. Chunki mayda qildikda 5 minut. O'shan keyin testi bor, 8 ta 9 ta savol beramiz. O'shani mana shu video rolikdan asoslangan. Tushunmasa tam ko'rsin. Endi mana shu menimcha ancha yaxshi ishlayapti anaqamiz. Keyin vaqtingizni ovurmaysiz, bitta qo'yib bersangiz, boshqa ishingizni qilasiz, ko'rib chiqaveradi o'zi masalan. Bu Telegram gruppamizda o'zingizlarning Telegram gruppangiz. Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppada Edu anaqamiz bor-da. Edu Corp degan gruppamiz bor. Polimer plastik o'zdan anaqamiz. O'shan gruppa qilganmiz. O'shanda anaqa kirib ko'raveradi. Kirib ko'rib, do'stib beradi, keyingisiga do'stib beraveradi anaqasi. O'sha zato ana bitta haligi siz yo'g'ingizda aytayotgandim, bittasiga aytamiz, 10 tasi bilan suhbat qilsak, 10 xil odamlar 10 xil gaplashishimiz mumkin. Nasriyamizga ham bog'liq-da. Nasriya ham zo'r, men rasul zo'r gaplashdim bularni. Bu nasriya bu hammaga lekin bir xil narsa gapirdim deb o'ylayman. Lekin bittasi tushib qolishi mumkin-ku. Bu yerda tushib qolmaydi. Mana shundan ortig'ini men talab qila olmayman bundan. Xodimimdan. Mana shu ko'rganini qilsin bo'ldi. Undan u yog'ini talab qilsam g'alati bo'ladi. Shu anaqamiz. Lekin hozir ishlab chiqarishga tushamiz. Bu yerda ham ishlab chiqarishda ham ancha anaqa qilganmiz, yengilliklar qilganmiz. Hop, tushunmovchiliklar bizda masalan kraskalari bor, men Botir tushuntirib beradi. O'shalarni raqamida, sekundda raqamga qo'ygandan keyin o'zi talab qo'yadi. Oldin chiqarib tashaveradi. Masalan, 1000 ta desiz 1200 tadan chiqarib yuboradi. Boshqasida komplektida 800 ta chiqarib ketaveradi. Lekin yig'ilayotganda o'zi yig'ilmaydi aniq. Narsangiz zapchasi yetmay qoladi. O'shanaqa joylari bor, tizimlashtirdik, o'sha qog'ozga anaqa qilib, doskalar qildik. Keyin sizlar Yaponiyaga boringiz, o'shani ko'rdim anaqada. Doskani Yaponiya ham bo'lmasa qanaqa bizdan o'tib ketgani, doska hali ham ishlayapti, o'yladi. Uni ham ko'rib oldingizmi? Men tashlaganingizni ko'rdim-da, bolalarga Telegramga tashlab berdim, qo'llaring nima olding. Keyin o'ta kanban doskada. Kanban doska xo'jayin ishchiga aytayotganda, ishchi keyin pastga boradi. O'sha gap o'zgarib ketyapti. Sizlar o'yin qildinglar, bitta gap gapirib, aylanib kelgandan keyin boshqa narsa chiqib keldi. To'g'rimi? Ma'nosi o'zgarib ketdi-da. Xuddi shunaqa. Biz ham aytamiz, borguncha o'sha boshqacha boradi. O'sha bormaslik uchun doskada meni gapim bir xil deb borsa, o'sha ishlaydi. Bir xil. O'shandan keyin doskani qildik. O'sha yozuv bir xil. Haqiqatda men o'shani so'rayapmanmi, yo'qmi? Bizani bu aytayotgan narsani ishchi masalan qilyaptimi, yo'qmi? Keyin brigadada bizda no'shan bordi ishlaydi ham. Kechqurungisi boshqacha narsa chiqarib qo'ygan. Kunduzi boshqacha.
sonida ham adashganda, keyin o'shanga yozish kerak ekan. Doskalar erimasan, doska olib kelib, hammasi stanoga alohida qilib yozib, o'sha bu ham orqasida yurmaydi, yozib beradi. Bu o'sha qog'oz bilan borib seriya oladi, kraskasini oladi, xo'p, nima qiladi? Keyin shtukalari bor, shtukasi yana sekunda qancha chiqish kerak, necha kunda, necha plani bor, qancha. O'sha bitta qog'oz o'zida. Ha, rejani bitta qog'ozga solib berasizlar, o'sha reja bo'yicha qilib berish kerak. Bu o'shani beradi, brigadirga berib, bo'ldi, ular o'sha yog'ini ketiradi. O'shaning bilan qolsa seriya beradi, o'sha qog'oziga, rangini ham o'shanga qarab beradi. O'sha bu yerda ham qolipli nomerlari bor, o'shalarni nomerga bog'lab tashlayapmiz, anaqasini. Именно bu standart bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, marhamat. Testga qaytmoqchi edim mana bu video hisobda ko'rib bo'lgandan keyin xodim keyin test beramiz dedi. Mana shu Telegram o'zida anaqa qiladi. O'sha testni necha marotaba yechgandan keyin dopus berasizlar. Yo bo'lmasam ishlab turgan xodimga yechgandan keyin unga moddiy birorta jarimasi bormi? O'z vaqtida nima qilgandan keyin o'shanda ham yecha olmasa. Yecha olmasa uni qo'ya olmaysiz-da o'sha. Ishga olinmaydi. O'sha loyihati yo'q-da u. Berilmaydi. Chunki ertaga u narsa bo'lib qolsa biz javobgar bo'lib qolamiz. U tushunmaydigan narsasiga men uni talab qila olmayman uni. Buni 2 marta, 3 marta, 4 marta ko'radi. Ko'rsa, mayli, ulgura olmayaptimi, testini yetsin, tushunmayaptimi, o'sha bizni bilmaydigan odam qo'ysa g'alati-da. U narsa bo'lib qolsa biz javobgar bo'lib qolamiz ertaga. O'zi bu o'zini ustida ishlashdi. O'qituvchi-da, kak. O'qituvchi gapiraveradi, o'rganib oladi, o'shani yechim topadi. 5 marta, 6 martalab yechadi dedingiz, keyin yechib bo'lgandan keyin do'st beramiz. Do'st beramiz. Yecha olmasa o'sha yo'q, u o'sha o'ta olmaydi o'sha. U aytamiz, undan talab qila olmaymiz. U g'alati, u narsa bo'lib qolsa, keyin men aytib biz o'zi sal anaqa bo'lib qoladi-da. Undan qila olmaydigan ishni talab qilayotgan bo'lamiz-da. Keyin bu o'zi biz qilganimiz oddiy bo'lsin, o'zlarining ishchilardan bo'lgan. Boshqa begona odam gapirmagan. Bu yerda o'zim ham gapirganman, Botir gapirgan, haligi qiz gapirayotgani, u yerga tegib ketdi u qiz ham. Bizlar ishirdi. O'zimizdan oddiy til bilan gapirsang tushunadigan, adabiy til, u yoq bu yoq shart emas. Prosta o'sha jarayonni qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, nimaga e'tibor berish kerak. Bo'ldi, shuni tushuntiraylik. U bizga buni hech kimga borib ko'rsatib, anaqa qilish shart emas. Bizlar o'zimizdan ishchilarga bitta gapni qayta gapirmaslik uchun qilinayotgan narsa. Keyin bir xilda hamma eshitsin deb qilinayotgan narsa. Hali aytganimdek, men eshitmaganman, aytmagansan, bilmayman degan muammo o'zi yo'q bizda. Oldin ko'p bo'lardi. U bu muammo chiqariyor. Men borib nimaga buni qilding desam, "Voy, menga hech kim aytmagan" deydi. Tushunasizmi? Bunda mana videoni ko'rgandan keyin uni ayta olmaydi. Harakat qiladi, eshitgan-ku, uni ana qila olmaydi. O'sha muammoni yechimida bu. Menga aytmagansan degan muammo bo'lmasligi uchun mana shuni qilganmiz. Andijonga shu hisoblarni qilayotganingizda, misol uchun eng yaxshi bilgan xodimlardan foydalandingizmi? Eng zo'rida. O'sha o'zini ishining ustasidan foydalanaman. Eng zo'r ustasi kim? Haqiqatda shumi? Mana shu gapirsin. Bo'ldi, mana shu gapirsin. U oddiysi gapirmasin, eng zo'r ustasi gapirsin. O'sha ustasi bilgandan keyin yaxshi o'rgatadi, qolganlar o'shanga qarab harakat qiladi-da. To есть eng zo'ri bo'lgandan keyin hamma o'sha eng zo'riga chiqishga harakat qiladi. Tortadi, to'g'ri? Shu. Endi buni hisoblarni yozishda обязательно tashqaridan kimdir emas, o'zimizdan korxona. Eng zo'r xodimlar foydalanadi. Shunaqa. Bu birinchidan o'zdan xodimlarga ham anaqa rag'bat bu. Anaqasi obro'si oshadi. Keyin bu ham bir ilmda, tarqatayotgan narsasi. To'g'ri. Ya'ni sizlar o'ylab ko'ringlar, sizlar o'zingizlarda qaysi sohada ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun mana savdo sohasida mahsulotlarning turi bor-a. Bittadan o'rgatgandan ko'ra bitta video qilib qo'yasizlar, u mahsulotni nimaga ishlatiladi yo qanaqa ishlatadi u apparatni. Ya'ni bittadan fizически kelib o'rgatishga vaqtingiz yetmaydi. Bitta video qilib qo'yasiz, darslik, standart, misol uchun bu yerda o'sha imminni produkt buni anaqa qilsangiz ham uyda ham ko'rsa ham bo'ladi-da, tushunmasizmi? Uyda Telegramga qo'yadi, bu yoqda 4 marta 5 marta ko'radi, ertaga ekzamen topshirish kerak edi, kelib topshiradi. Yoki o'sha uyda ham topshirsa ham bo'ladi-da. Telegram interneti bo'lsa bo'ldi-ku. Bu anaqa cheklov yo'q-da bunaqa narsada. Vaqtni anaqasi. Misol uchun restoran sohasida zagotovkani qanaqa qilish usuli. To'g'rimi? Bitta odamning miyasida bo'lmaydi-ku, mana bu yerda video darslikda ko'rsatib qo'yadi. Endi bu yerda har xil soha vakillarida. Sanjar Maqsudov ham qilgan-ku. Anaqada aytib berganida bitta anaqaga ovqatga $100 pul beradi. Zo'r shef chaqiradi Sanjar. Keyin
anaqa qiladi. Hammasini qo'li ko'rsatgan, o'sha yerda gradusini qancha ko'paytiradi, nimadan suvdan qancha, yog'dan qancha qilib pishiradi. Lyuboy ovqatni pishirtiradi. Lekin ularda bitta bunt bo'ladi. Restoranda shefor hammasini olib ketib qolganda, boshqa restorandan olib kelganda 80% gacha zakaz chiqarib berishadi. Darsini hisobiga. Chunki o'ta shef-povurlar qirolda. Deydi, men deydi boshqaryapman hammasini deydi. O'shani oldini olishdi, o'zi yulduzlarni oldini olishdi bu narsa. Chunki odamga bog'liq bo'lish kerak emas, tizim bo'lish kerak. Tizim bo'lsa mashlab qila olamiz. Tizim bo'lmasa hech qachon anaqa qila olmaymiz. Bo'lmasa har doim odamning oyligini oshirish kerak, boshqa iloji yo'q. Eng yomoni bog'lanib qolish. Bog'lanib qolish mumkin. Shunaqa narsa. Hali men aytayotgandim. Bunda darsda ham aytdim. Misol uchun, agar qaysidir ham yulduz xodimiga bog'liq biznes bo'ladigan bo'lsa, u biznes emas degan gap bor-da. Shunaqa tizim bo'lish kerak-da. Yaponiyada ham shu tizim u hammasi. Biz o'zimizda ham borganda aeroportda bizlarni alohida xonaga olib kirib qo'ydi-da, o'zbeklarni. 18 ta 23 ta ekanmiz. O'ta u Lazzat ham bor, Umidjon bor, va shu katta tadbirkorlar hammasi. Biz u uchinchi anaqada xavfli o'zbeklar xavfli kirar ekanda. Kirib o'tirdi bitta xonaga, o'tirdi, bitta yapon kirib kelib suv almashtiryapti kullerda. Korobkada, ularda korobkada bo'lar ekan, ichida salafani bor, kulleri. Ochdi, o'sha yerda anaqasi bor, instruksiyasi bor. Bitta ko'rib o'zbek qilib tashlaydi 2 minutga. Bir 10 minutda hamma qanaqa ochadi, hammasini etapma-etap bitta jarayonni qilib chiqdi. Ha. Men yuragim yorib ketdi ko'rib borib, ularda jarayonda, muhim jarayon qilish qanaqa lyuboydan qilib keturadi. Lekin jarayonni yozib qo'ygan anaqa qilib. Lekin biz mana oddiy misol Yaponiyaga borganda ham onigiri degan nima bor? Bilsanglar, hozir korzinkada ham sotyapti. 3 burchakmi? 3 burchak guruchda ichida nimasi bor? Balig'i bor. Usti morskoy kapusta bilan o'ralgan. Bitta endi oldik, o'zbeklar nima qiladi? Instruksiyaga qaramaydi. Ochib yuboradi. Yirtishni boshlashdi, yirtolmayapti, shoshilib ketyapti. U yoqda yashaydigan o'zbek aytadi. Aka, ko'rsatgan-ku deyapti, qanaqa ochishni deyapti. Birinchi mana bu yoqdan ushingiz kiyimda tortasiz. O'zi ochilib ketadi. Kiyimda qilsangiz bo'ldi, ochiladi deyapti. Tushunasizmi? To есть u yoqda hamma narsa instruksiyada asoslangan. Shunaqa. Keyin mana shu sop tuzayotganda bir ichki sirlari bo'ladi-yu. Misol uchun qo'shimcha preparatlaringiz, boshqalaringiz bor. Ularning uchun sop qanaqa qilgansiz? Misol uchun ular hamma xodimga ham ko'rsata olmaysiz. Misol uchun videoda ko'rib oldi-yu, keyin borib boshqasiga. Mana qarang, bu sopni kimga siz bera olasiz? O'sha etapga o'tayotgan xodimingizga berasiz. Hammaga emas. O'sha sirli joyi bo'lsa. Tushunasizmi? Sirli joyini, masalan, shogirdimi buni o'zining shogirdiga ayta oladigan joyini aytadi. Keyingi etap hammasini bittaga qo'yib bera olmaymiz. Masalan, yig'u brigadasi bilan ishlab chiqarish boshqa-da. Uniki boshqa, buniki boshqa-da anaqasi. Ishlashi. O'shanga skladka boshqacha. Hammasiniki boshqa. O'sha etapga kelgan odamga qo'yib berasiz. Hammaga qo'yib bermaysiz. Keyin bizda unaqa katta sirlar ham yo'q. To есть bular borib o'yinchoq chiqarsa jahlingiz chiqmaydi. Bemalol. O'zi 60-70 ta o'yinchoq bor, hammasi anaqasi. Ko'payishiga. Masalan, Shantu degan shahar bor. 100 mingta, bitta shaharda 100 mingta o'yinchoq zavod bor. 100 mingta, dunyoda 70-80% o'yinchoq o'sha yerda chiqadi. Mana biz ham o'sha yerdan olib kelamiz o'zi, biz ikkinchi biznes bizda bu. Baribir raqobat bo'lganda rivojlanish bo'ladi-da. Raqobat bo'lsa, u hech qo'rqish kerak emas. Sizga keysizga-da, mana hozir eskiz hisoblanadi. Bularni raqamlab qo'ydik deb, misol balki o'sha raqam qilsalar ham bo'ladi. Birinchi raqamda nima borligini hamma preparat nomini aytmaysiz-da, raqam qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Bizda ham hammasiga raqam qo'yilgan o'sha anaqasi. Kodlashtirsangiz bo'ldi. O'sha masalan, murutchi 5 qilib qo'ysangiz, shakari 6 qilib qo'ysangiz, bundan o'sha u yog'i o'ziz anaqangizga qarab ketaveradi. Raqamda aytasiz, mana raqamdan buncha gram deysiz. Sovuradi, hech bular ermaydi. Ermaydi? Vali akani shogirdlarimi? Bular nevaralar. Nevaralarimi? Zafar akani opalari. Zafar akani taniysiz. Zafar akani taniydik. Zafar akacha anaqali. To'g'risi hozir 30 yil bo'ldi o'yinchoqda. Arava tortib boshlagan o'sha. Odam bari yaxshi ko'rgan ishini qilish kerak. Birinchidan, keyin bizda hozir hamma chiqayotgan narsa 100% bizda chiqadi. Bitta stol bor, ayni stol, qizil stol, o'shadan tashqari hammasi bizda chiqadi. Mana shu showroom ichida. Yaxshi ko'rish kerak ishni, charchash kerak bo'ldi. Ustunlik tomoni. Ustunlik sifatida kelgan hozir xitoyliklar bilan salana qilayotganimiz logistikadan yutyapmiz. Xitoydan baribir gabaritni kelayotgani. Kichkina mayda moldan biz yutqizib qo'yamiz baribir. Lekin gabaritlarda ancha yutamiz. Mana bu granula yarimta maqsadda
Qayerdan olib kelasiz? Yo'q, o'zi shortdan oladi birjadan. Birja Uskorgazda, birjada shu boshqa unaqa sirli komponent yo'q bu yerda. U oddiy anaqalar. O'sha hozir bilan ketib turdim, hammasi skada bor, polfabrikat. Har oy yig'ishtirishardi-da. Bir oyda bir kun yig'ishtirishardi polfabrikatda. Hozir 8 oydan beri yig'ishtirmayapti hech kim. O'zini zaskadi bor. Oldin zaskadimiz bo'lmagan polfabrikat. Alohida zaskada oldik, zato bilan ancha ishim raqamga tushdi, qancha ko'p, kam chiqyapti. Shu keyin katta skadimizga olib kiramiz. U yerda ham o'sha raqamlashtirganmiz, o'sha yecheykalarni xatga joylashtirish kerak. Hozir zaskad bo'lmasa ham grushlarni o'zi ham qilaveradi. Xatga nimani joylashtirish kerak? Bizda ana vitrinada anaqasini yopishtirib qo'ygandik detalni. O'sha detalga olib borib qo'yadi narsasini bo'ldi. Instruksiya grushiniki nechilik kelib, nima ish qiladi, birinchi kelib qaysi ishdan boshlaydi, soatgacha checklist qilib chiqamiz ularni anaqa. Ularni o'zi xodimlarni o'zi qilgan. Ana zaskadni o'zi borib 3 soat vaqti bor, zazori 3 soatda boshqa brigadalarda ish bo'lsa, o'shanga qarab aytishadi, mana qilib bersin 3 soatda. O'sha planlashtirib, rejalashtirib. To есть checklist qilganingizda uni bo'sh vaqti kelib chiqdi, to'g'rimi? Kelib chiqdi. O'sha bo'sh vaqtini keyin boshqa ishlarga rejaladik. Oldin vaqt o'shanga yetmasdi-da. Keyin menimcha yana qiziq bo'ladi. Siz oldin safar aytdingiz, xodimlar bilan biz kelishuv qilishni boshladik deb. Biz kelishuvni hali o'tmadik-ku, lekin o'sha haqida ham aytib bersangiz. Kelishuvni oldingi yil 24 da qildim xodimlar bilan. 24 da kichkinaroq bir 8 talik bo'ldi kelishuv. Endi qarab, hozir davomida. Keyin bu yil uje 14 dan 15 ta anaqa qo'ydim. Chunki muammolar kelib chiqaverdi, tamam. Kelishganimdan tashqari narsa talab qila olmayman. Uni pulimdan ham kelishib qo'yganman. Keyin bitta anaqa bo'ldi. Biz alyansdan chiqqanimizda tog'da lobar telefon qildi, HR'imiz muammo bo'lyapti, meni aytganimni qilmayapti. Sexi brigadiri aytganimni qilmayapti dedi. To'xtadim, shartnomani ko'targin. Shartnomani olgin-da, o'qib chiqqin. Agarda o'sha yerda yozilgan bo'lsa, talab qila olasan. Yozilmagan bo'lsa, indamagin dedim. Haqqing yo'q dedim. Chunki hammani vazifasini bilish kerak. Bitta qog'ozi banda bor, bitta unda bor anaqasi. Xo'p. O'sha hammasini bitta Yig'u brigadasi anaqasi, shartnomalari shu bittadan qilib chiqamiz. Qo'l qo'ydiraman, pulini yozganman. Xo'p, men yerda ham shu 3 million bo'lsa, oddiy anaqa brigadirlarniki bu. Nima ish qiladi? Hozir bu yil 12 tadan keyin tam 4 ta narsa qo'shilgan. Bonuslari bu bonusdan tashqari 3 millionni akladi. Keyin o'sha nima, xo'p, brigadada kameraga bizda dumaloq video bor. Har bitta videoga 5000 so'mdan oladi. Bu sifat nazorati-da bu anaqasi. Sifat nazorati bizda yig'u brigadasini, brigadirni sifat nazoratiga qilib qo'yganmiz. Bahona qilmasin deb ishlab chiqarishda anaqani oladi, video qilib tashiydi. Har 2 soatda tushish kerak bu. O'shani anaqasi. Har bittasiga 10,000 so'mdan, har bir ishchi kelganiga pul oladi. Kam chiqsa ham u yog'i o'zini anaqasini yozib qo'yganmiz. To есть bu kelishuvda har bitta xodimlar 1 yillik qiladigan ishlarini yozib qo'ygansiz, qancha maosh, qancha bonus berishi kelishib olgansiz. Hozir 3 million so'm bu nimaga kerak? Bu xodimdan men ortiqcha narsa talab qila olmayman. Okay. Keyin xodim aytgan, yozilgan narsasini qilish kerak. Buni bittadan unga berib qo'yganman, o'zimdan turadi. Ertaga menga yetmagansan deb to'g'ri men aytdi, sen qo'l qo'ygansan, men sen bilan kelishganmiz. Mana shu kelishuv qilgandan keyin ishchi bo'shamadi menda. Undan oldin nima bo'lgan? Bo'shaveradi. Keyin eng anaqasi oyligimni oshirganini ko'radi. Oyg'or. Bittasini oyligini oshirdingizmi, ketdi. Bir haftadan keyin hamma bir chekadan kirib keladi. Chunki ovozi bo'ladi hamma. Meniki menga oshdi. Aytmagin deganda ham borib aytadi hammasiga. O'shanda kiradi. Hammasini majbur bo'lasiz oshirasiz. Mendan keyin 1 yildami, 1 yildan keyin oshiraman, oshirsam. O'shani ko'ramiz, sanlar qilamizmi, shartnoma qilmaymizmi? Ha. To есть hali san bu yerda qolishing ham, unga men ham rozi bo'lishim kerak-da. O'shanda ikkita tomon rozi bo'lib, buni ham o'rtada diskussiya qilamiz. Mana narxi mamlaqa emas, bunaqa o'tirib gaplashamiz. Bir hafta o'tirib keyin qildirga darsini. O'shanga bu mana oddiy ishlayotgan oddiy narsa. Siz nima xohlayapsiz? Xodimlar, keyin u ham rozi bo'lish kerak, o'qib chiqadi, aytadi, "Men buni olib tashlayman, meni qo'shing" deydi. O'shani diskussiya qilib, maslahatlashib, xodimniki alohida. Har biriga alohida, hammasi o'zi mana o'zi qo'l qo'ygan-ku tegiga. Buniki boshqa, meniki boshqa. Kelishuv bu 3 ta brigadir. Mehnat shartnomasi. Yo'q, mehnat shartnomasi boshqa. Bu ishi bu. Men bundan ishni oyligini kelishib ishlatyapman. Ishlarni qilasan, shuncha pul beraman. Ha. Men sizni meni xohlayapsiz undan. Endi mehnat shartnomasi siz bo'ladi, lekin bu o'zaro. Men o'zaro qilib qo'yganmiz. Shu ishxonaning ichida qiladigan vazifasi. Men eng kerakligi, men undan mashindan ortiq narsani talab qila olmayman. Men o'zimni chegaramni bilaman, u ham o'zining chegarasini biladi.
eng kerak. Bizda nima? Eng yaxshi xodimga beraverasiz ishni. To'g'rimi? Quvvatli yepilyapti, tan beraverasiz. U keyin vygaraniyaga chiqadi. Bo'ldi, portlaydi bitta keyin o'yindan yaxshi xodimga ayrilasiz bo'ldi. Eng yomon joyi shuda, chegarani chizib qo'ysa, o'shanda u ham chegarasidan chiqmaydi, men ham chegaramdan chiqmayman. Men ham undan ortiqcha narsa talab qila olmayman. Agar ortiqcha narsa talab qilsa, men unga pulini yechishim kerak. Kelishishim kerak alohida. Undan tashqari men qilsang nech pul qilib beray senga. Men buni qilsam. Menejerlarga yo hammagami? Bu hammaniki har xil. Buniki boshqa, boshqasiniki boshqa. Hammasini ishiga qarab qilingan. Xodimlarga ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ishchilardan qilinmagan. Ishchilardan faqat to'plamdan qilingan bo'ldi. Men chunki meni xodimlarim o'shalar. U pastiga meni xodimim emas, u bularning xodimi. Bular o'zi anaqa ko'rsa, men ularga tushadigan bo'lsam, o'zi bo'lmaydi. Yaxshi tarafi bitta olingan insight, mana 1 yillik kelishuv qilib qo'ydingiz, aytdingizki 1 yilda oylik o'zgarmaydi, mana shu bo'yicha ishlaymiz dedingiz. Endi xodim oldingizga kiravermaydi. Kiravermaydi. Kelinchi eng yaxshisi og'izda bo'lmaydi, qog'ozda bo'lsa bu kuchga ega bo'ladi-da. Aytdi, men deydi, kelishmaganman deb gapirib yuborish mumkin, lekin qog'ozni shunday ko'rsatganingiz jim bo'ladi. Qog'ozda qo'l qo'yganmi, esdan chiqib qo'ygan bo'lsa ham yozilgan-ku. U majburiyat-da bu o'sha. Gapirdi, esdan chiqdi, anaqa boradi, nima deydi? Men eshitmaganman, aytmagansan degan gap bo'laveradi, lekin men qog'ozda hech qayerga qochmaydi. Men ham unga talab qila olmayman, u ham anaqa qila olmaydi. Shartnomangizda hozir bajarmasa nimadir bo'lishi ham yozilganmi? Yo'q. U men ishlab qilaman, unaqa narsa yo'q. Lekin keyingi yil men u bilan shartnoma qilmasligim mumkin. Tushunyapsizmi? 1 yillik bu. U keyin anaqa qilgandan keyin to'xta, masalan, o'sha mamlaqa bo'ldi, yozib qo'yamiz, men qilinmadi, mamlaqa bo'ldi, muammolar yoziladi. Agar ishlayotgan bo'lsa, kelishib ishlayveramiz. Ishlaolmasa, o'sha boshqa uzr deymiz, mana qiladi. Oylik vaqtlar ham bo'lganmi? Shartnoma qilingandan keyin kelmay qolgan, bajara olmagan. Yo'q, unaqa. Unaqa yo'q. Tayyorlash, oylik tizimi qanchalik misolsiz? Oylik nima kipaga bor? Yo, bizda hammasi ish payiga o'tgan. Ish payi, ob'yom, kipayi. Hammasi vaqtiga, sekundiga qarab narsa chiqaramiz. O'rtacha soat. O'rtachasi 4 million, 5 million, mana shunaqa 10 million, 11 milliongacha oladi. Ish vaqtichi? Ish vaqti qarang, o'zi bizda 8 soat Rejim. rejim, 11 soat bo'lsa ham ishlansa anaqa qilasiz. O'zi kamida 8 soat ishlash kerak. 8 soatdan kami bizga anaqa ko'tarmaydi. 8 soatdan yuqori ishlagan qo'shimcha ham bor. Yo'q, bizda ish bay-ku. U qancha qo'li chaqqon bo'lsa, ko'p chiqsa o'shandan pul olaveradi. Lekin menga kam berayotgan ishchi menga ko'tarmaydi. 65% rezultat berayotgan menga ko'tarmaydi. Aytamiz, 2-3 marta ogohlantiramiz. O'zingga qara, ishlasang ishla, bo'lmasa achigan pomidor yeshgansizlar-ku. Ha, savatga bitta achigan pomidor qo'ysa, tuzuq bo'lib qolmaydi-ku. Hamma yoni achitadi-ku. Undan ko'ra uni olib tashlash kerak achishni ham. Qolganlarni hammasini muhitni buzadi. O'shanga 65% ga tushganini biz 2-3 marta ogohlantiramiz. Bo'lmasa endi xayrlashamiz. Boshqa narsa yo'q. U o'sha bo'lmaydi-da. O'sha yana bir savol, o'sha ustozda o'qigandan keyin amalga oshgan ishlar. Ha, mana bu 100%. Hozir pastga tushamiz, ko'pi skladlarni ham, polfabrikatlarni ham shunday qilganmiz. Endi aytganim bitta savolda, boya gaplashdik. 1000 ta narsani bilganda bitta narsani qo'llash kerak deb ustozlar ham aytdi. Bizga ham shu narsa yaxshi bo'ldi-da. Deganim, o'zingiz bajardingizmi yo ustozdan yana yordam oldingizmi? Konsultant qilib yo'lladingizmi? Men 3 marta o'qidim bo'ladi. 3 marta o'qib, o'shanda ham nega? Individualni qo'lladim o'zi. Ustoz o'zlari kelib, yo'q, bizga konsultatsiya bermadi, o'zi eshitgan narsani bir dars qilasizlar-ku, dars qilyapsizlarmi? Ha, o'sha darsni qilinglar faqat. Darsni qilinglar. Diplom olganman. Men 2 marta 3 marta diplom oldim bitta. Shu narsa Sertifikat emas, diplom oldim. O'sha vazifani qilsangiz, o'sha ishxonangizdagi muammo yechib berasiz. Bo'ldi, shu 1 oy cho'tki ishlaydi, muammoni ancha munchasi 70% ni qilasiz. Agarda undan keyin qilaman desiz, bo'ldi, qila olmaysiz. Mana bu o'qigan bolalar bor-ku, ko'pi, nechta bola o'qiganmiz, qila olmaydi ko'p. Keyin qilaman degani qila olmaydi hech qachon. O'sha o'qish vaqtida qilmadingizmi? O'qish vaqtida mentor bormi? Savol javobingiz bormi? Qilyaptimi, yordam beryaptimi? Siz keyin vaqtingiz bo'lmaydi. Men aytganim mana bu dars oldik, mana 2 kun o'tdiki, hammamizga tegishli-da. Ertaga borib qo'llashimiz kerak degan xulosani olyapman-da bu yerda. Haftasiga qilishingiz kerak. Biz o'sha haftasida qilib olganmiz, o'sha vaqtda qilingan. O'shanaqa demoqchiman. Keyin bu ana shartnomani qilganmiz shu vaqtda, keyin yengiladi bu yil. 8 ta bo'lgan bo'lsa, 14 ta, 18 ta punkt kirgizib chiqdik. Maydalashamiz. Maydalash muammolar. Chunki u qayerdan kelyapti? Muammolardan kelyapti-da.
har bir yilda chiqadigan muammoni yozib qo'yaveramiz. Yil oxiriga kerak bo'ladi ertaga. Shartnoma qilayotganimda ertaga mashinaga kirgizib ketishim kerak ertaga. O'shandan 8 ta 14 taga 18 taga ko'paydi mana shunaqa qilib. Bu mana Kaizenning asosi ham shu-da. Bor tizimni yana ustiga quraverasizda. Mana misol uchun birinchi yil 8 edi, keyingi yil 15 ta bo'ldi. Keyingi yil 20 ta bo'lishi mumkin. Shunaqa. To есть yana darshi turasiz. Muammo chiqadi-yu, muammo. O'shani yozib, tam qo'shib ketaveramiz-da, boshqa qanaqasi yo'q-da. Bu tayyorni hech kim sizga bermaydi-da. Taxminan qanaqasini beradi, lekin hammanglar xodim o'zingizlarning ishxonangizga qarab mo'ljalaysizlar. Rejalab kimnikidir bitta narsa ishlamasa, boshqasi ishlaydi. O'sha narsa. Qo'shimcha qilib ketsam bo'ladimi? Aljon aka mana shu o'qishda o'qigan mobaynlarda bizni bormagan bo'lsak ham, lekin Aljon aka borganlar uchun biz o'qigandek bo'lganmiz. Nimaga? Chunki har doim Aljon aka o'qishga borganlardan keyin ertasi kuni kelardilar. Hamma o'sha to'pli odamlarni to'plab turib majlis qilardilar. Qanaqa? Qaysi yo'nalishlarda biz xato kamchiliklar qilamiz? Ishlab chiqarishda nima muammo bo'lyapti? Yozib kellaring, yechimini olib kellaring. O'tirib hammamiz muhokama qilib, bu yerda nima muammo bo'lyapti? Bu yerda nima yechim qilamiz? O'shani sekin abrabotga qilib, mana shu holatga xudo xolisa mana keldi. Bittada bo'lmaydi. 1,5 yil vaqtimiz ketdi mana shunga. Hozirgi hali ham rosa ko'p ishimiz. Sekin, chunki bittada qilsangiz ishlaringiz ishlamaydi. Bitta oson o'rgatib qila olasiz. Boshqa iloji yo'q. Kunida qilmasanglar bo'lmaydi. Chunki bir hafta cho'zgandan o'sha foyda yo'q. Ertasi kunimi? Ertasi kuni tatbiq qilish kerak. Shunaqa. Qo'shimcha qilib bermoqchi. Bu haftaning vazifalari bugun ketdi sizlarga. 72 soat ichida qo'llamasa keyin shunaqa. Chunki keyingi dars o'tasiz-ku, uje aniq esdan chiqaradi. 50% emas, 70% esdan chiqib ketadi. O'sha issig'ida qilsanglar foydasi qoladi. O'yinchoq bozori qancha o'zi O'zbekistonda? O'zbekistonda summasini bilmayman, taxminan foizini bilaman lekin. Foizi masalan 100% dan 80% Xitoyniki, 80% dan 15% O'zbekistonniki, 5% Yevropa bilan Rossiyaning bozori bo'lishi mumkin. Eksportni 15-yildan beri eksport qilamiz. Hozir ham eksport qilamiz. Shu esinga, pashti. Shu Rossiya, Dubayga ham 2 marta Dubayga chiqarganmiz. Samolyotni ham sotganmiz Dubayga. Kiloda $1 olib borib bergan. Bu yoqqa ham ana qilib. Endi bitta Kozim akadan olgan narsamizni har doim yengillaverish kerak, qilish kerak. Keyin bular qanaqa qilishni o'rgatadilar, eng anaqasi. Qanaqa qilish? Qo'yin joy yetadi. Men ko'p klubda borman-da, Millatda borman, Winnersda borman, Alliansda tam Millat umidi 4 ta 5 ta klubda borman, lekin ko'p joyda o'qitadi-yu, qanaqa qilishga yetmaydi. Yechimini bermaydi. Bularda eng zo'ri yechimi bor, darsni qilasizlar, o'sha yechimini topasizlar shu yerda. Boshqa joyda qilmaydi. Masalan, missiya qadriyatdan o'tgansizlar, to'g'rimi? Qolgan joyda ko'p gapirilgan, lekin qanaqa topiladi? Savol, qaysi savolga javob bersa, bular qilinadi, bo'l. Boshqa joyda yo'q bu narsa. Boshqa joyda. Qaysi savollarga javob bersangiz chiqib kelishadi, bularda bor. Boshqa joyda yo'q. Mana shu joylari bularda ancha anaqa o'qitish metodikalari zo'r-da, o'sha anaqasi. Hozir foydalanib qolishlik kerak anaqadan. Boshqa kurslardan afzalliklari o'shandadir. Shunaqa. Haqqisi rost bor. Shunaqa-yu. O'shanga anaqa qilsanglar, ishlab chiqarish ko'rsatamiz, shuni anaqa qilib, keyin polufabrikatda. Bizda ham unaqa joy emas, sekin qilyapmiz, zato ishlayapti. Bolalar o'zini anaqasida. Keyin bizda turizm bor. Bog'chada anaqadan turizm bog'chadan olib kelamiz, bitta o'ynab kulib, keyin podarka berib yuboramiz. Bu ham bitta yo'nalishimiz. Bu ham 4 yil 5 yil bo'lib qoldi bunga ham. 5 yildan beri qilamiz. U ham bir yo'nalish. Bolalar turizmimi endi u? Detskiy turizm. U ham o'yinchoq qanaqa chiqayotganini kelib ko'radi, o'yinchoq anaqa qiladi, u keyin bitta o'yinchoq beramiz. Bu ham bir anaqa yo'nalishimiz. Lekin maktab ham keladi 10 yoshgacha, institutga ham keladi даже. Institutga o'zim o'taman. Bitta masalan institut marketologi anaqa menejmentdan keladi, o'shalarga ham dars o'tib, o'zlarini kutishni anaqa institut anaqa qiladi. Qanaqa eksportga chiqadi, o'shalarni ozgina yo'nalishlarni qanaqa chiqqanmiz, nima qilganmiz, qanaqa daraja bu eksportga qanaqa birinchi chiqilgan. Masalan, u ham qiziqda bir xildagi. Qanaqa o'zidan o'zi chiqib ketgansiz deydi. Arzonroq berganmiz, ichiga hammasiga bitta anaqa birga solganmiz adreslarimiz bilan. U borgandan keyin talqaga o'sha bilan sekin ko'paygan. Mana shu taqib chiqarilganda ancha anaqalari bor. Bir savolim bor edi. Hozir o'yinchoq bozorida Xitoyning 80% dan yuqori deyapsiz. O'zbekistondagi islamlashlarimiz 5%. Taxmin. O'zbekistonda 100% dan 5% bizaniki. Asosiy farq qilish strategiyalari sifat bo'lyapti, to'g'rimi? Shu sifatni o'zi bilan
bozorda o'z o'rinlaringizni saqlab qolish yetarli bo'ladimi? Raqobatchilar. Raqobatchilarda Xitoyning tovarlari kelyapti va O'zbekistonda shuncha raqobat. Bizda narxi ham bor-da, baribir. Xitoydan ancha arzonroq. Keyin biz hozir endi ichki bozorga urg'uni endi beramiz biz. Bizlar aslida eksport bo'lgan, 70% eksport bo'lgan narsamiz. O'sha SNGga sotganmiz 30% anaqa. Hozir bu yildan qaror chiqqan. Oldin biz nalog to'lamasdik 15%ni. Biz eksportimizni ko'pini tashkil qilganik nalog to'lamasdik. Hozir farqi yo'q. Eksport ham ichki bozor ham bir xil bo'lib qoldi. Endi biz ichki bozorga kuch ko'paytiramiz. Bizda baribir Rossiya ko'p sotganmiz-da, o'shanga ularda sifatiga qaraydi, juda anaqa injuq. Ichida markirovkasiga, tag'am abloylariga juda qaraydi. O'shanga bizani ular o'stirgani sifatiga nazorat berib, biz o'shani hisobiga o'sganmiz. Sifati yaxshi bo'lgani uchun. Sifatdan narx. Keyin bizani bozorda, SNGda bitta anaqamiz bor. Bizda eng arzon logistika O'zbekistonda. Hamma qimmat dengizda yo'q deydi-yu. Yo'q, bizda eng arzoni bizda. Masalan, Rossiyaga 1,5 ming dollar Moskvagacha fura boradi, 120 kuba. Xitoydan nech pulga boradi? 10 mingdan oshib boradi. Endi hisoblab o'ring, 6 baravar arzonmi? Tezlikni hisobiga. Xitoyda masalan 1 oyda boradigan bo'lsa, bizda 3 kunda boradi. 10 baravar tezlikda. Anaqadan 6 baravar. Nima? Bizda ustunligi rasi ko'p. O'shani raqamni ko'rsatib beramiz. Keyin bizda SNGda xo'p bo'layotganida nima? Ularda anaqa endes to'laydi, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Rossiya oladimi, Qozog'iston endes to'laydi, chiqarib yuboradi. Ular Xitoydan lekin pochtanasi bor. O'sha yutuqlaringizni ko'rsatib berishingiz kerak. Eksport qilayotganda viskiga chiqaramiz. Ularga Moskvaga borganda ham 2-3 ta price qilib beraman-da. Uy eshigini tagigacha nech bilan tushishini ko'rsatib beraman. Mana shu o'yinchoq Toshkentning narxi, chegaralik narxi, mana bu Rastomoshkasini san narxi mana bu. Qozog'istonga borsa, Qozog'istonning priceini, Dubayga borsa, Dubayning narxini ko'rsatgan. O'shanda Nosir Square degan anaqa bor, Murshid bozorida, o'yinchoq sotadigan bozori. O'sha yerda mana bu o'yinchoq anaqasi. Mana bunaqa o'yinchoqlar, anaqasi. Olib boraman, ryukzakda olib olganman 5-10 xil. Qarasam, mana bu 207 dollar sotyapti. Olgan desam, arzon menda 150 nechimi mana shunaqa desam, qiziqmasdi unga. Voy, keyin kechqurun keldini, Nodir degan yordamchim bor edi. Telefon qildim. Konteynerni samolyotda qanaqa bo'lib boradi? O'shalarni bilgan yo'l kirasin dedim. Nech bilan Rastomoshkasi 5% ekan, Rastomoshkasi o'tdi. Xo'p, keyin anaqaga portgacha nech pul, do'konigacha nech pul. O'sha rasxodimni qilib berdi menga ertalabgacha. Olib bordim ertasiga. Men dedim 2-3 dan eshigini tagiga olib kelib beraman desam, 1.95 dan olib kelib beraman desam, bundoq qaradi, 2.7 sotyapti-yu. Zakaz yozishni boshladi. Men samolyotda tashidim u yoqqa. Samolyotda 1 dollardan kilosiga tashib, kechqurun ortib boraman, ertalab bitta o'rtog'im olib borib beradi do'konigacha, sanab beradi. Raqamchi katta narsa-da, raqamni ko'rsatib berish kerak bo'ldi. Keyin ular просто biz ishlamaganimizda ana Hindistonlik bolalar edi. Nasiyaga o'tirib oldi. Nasiyaga berasam, nasiya bermaymiz dedi. Tanimaydigan odamiz, keyin u do'konni shunday almashtirib ketsam, shuncha anaqa qolasiz. O'shanda qolib ketdi. Lekin raqamni ko'rsatib bersangiz, qanaqa tushishini, nech pulni anaqa qilsa oladi o'shanda. Hozirgi o'sha aytgan 15% Rastomoshkalik soliq Rossiyadagi sotuvimizga ta'sir qilishi mumkin. Ya, biz Rossiyadagi ta'sir qilmaydi, biz ham o'ziga ta'sir qilyapti. Ha. Oldin o'sha 15% bizga anaqa edi, motivatsiya edi. Hozir motivatsiya tushib ketdi, ichki bozor oson bo'lib qoldi. O'ta talablar kuchli-da Rossiyada. Ozgina narsasi yoki bitta anaqasi partiyasidan qaytarib olish mumkin. O'tga 5 marta, 6 marta u anaqa beramiz. Tekshiruv. Hozir skatga kirganda ham eksportimizga korobkaga ketadi. Ularni ko'rsataman. Qanaqa nimasiga e'tibor beradi, ularni oxirida anaqa qilamiz. Bo'lmasa chiqib aylanib qolinglar, ko'rib jarayonda yana savollar bo'lsa, o'sha joydan anaqa ko'ramiz. Keling. Kodi boya Alzonaga o'tganlarda mahsulot har bir nomerlar chiqadi. Chiqadigan rangi malina rang bo'lsa, malina rang. Bu mahsulotimizning kodi. Misol kraskalarimizni o'ziga yarasha kodlari bor. Granula bo'lsa, granula, parashutli bo'lsa, parashutli. Kodi bo'yicha ketadi. Bu mahsulotimiz biz ishlatadigan o'sha har bir mahsulotga alohida adashib ketmaslik uchun markalarimiz har xil bo'ladi. Polipropilin, propilin 15-60 har xil bo'ladi. Nomer yoziladi. Mahsulotimiz 25 kilo uchun qancha kraska sarflaydi? 155 gram 25 kilo uchun sarflaydi.
Bunda mahsulotimizni gram, bitta mahsulot chiqayotgan mahsulotimizni gram. Keyingisi bu yerda mahsulotimiz nechta chiqishi kerak? 4 mingta bo'lsa 4 mingta, 10 mingta bo'lsa 10 mingta yoziladi. Bu mahsulotimizga ketayotgan siryo xarajat 12 kilo yozilgan. Bu yoqda mahsulotimizga ketadigan rang kraskasini gram 75 gram. Bu nimaga xizmat qiladi? Drabilchigimiz, siryo tayyorlaydigan odamimiz keladi. Shu ma'lumotlarga qarab o'ziga bo'lgan kerakli bo'lgan siryoni, xomashiyoni, kraskani olib chiqib tayyorlab soladi. Bunga bu nimaga xizmat qiladi? Bu kimnidir kutib o'tirish yo brigadirdan anaqa olish maqsadida emas, o'zi keladi, ertalab kelib nima ish qilish kerakligini biladi. Bu yoqda har xil rang bo'lishi mumkin. Bizda hozir bitta malina rang kerakligi uchun malina yozilgan. Agar ranglar ko'p bo'ladigan bo'lsa, sariq, qizil, yashil yoziladi. Bu yoqga chiqib bo'lgandan keyin tichka qilib ketiladi. Ya'ni bu chiqib bo'ldi degan. Tichka qilgan. Ha, siryo tayyorlaydigan odam keladi, bo'ldi, bu rang chiqib bo'libdi, keyingi rangni tayyorlashim kerak ekan. 12 kiloda 775 gram kraska, shunga qarab tayyorlab ketaveradi. O'shanda bu xodimni ham vaqtini o'g'irlamaydi, chunki boya Aljon aka ham aytganlaridek, bizning hamma mahsulotlarimiz izdelniy, ishbay hisobiga pul berilgani hisobiga, stanok ishlamasa xodim pul topa olmaydi. Bu doskamiz shuning uchun yaratilgan. Agar mahsulot stanok tinimsiz ishlasa, mahsulotimizni dona narxi ham kechgacha shu darajada, misol 100 ming topar, 150 ming topar, shunga xizmat qiladi. Agar yana xodimlar uchun yana daftar tutganmiz, xodimlar har bitta stanok uchun daftari bor. Daftarda o'tda nima yoziladi? Xodim ertalab nechida ishga keldi, nechida ish boshladi, stanokga qaysi payt qolib olishdi. Soat 11 dan soat 1 gacha qolib olishdi. Uni yozib ketadi. Biza nimaga kerak u? Biza stanogimiz qancha vaqt sarflayotgan, qancha vaqt yo'qotayotganini bilishimiz uchun. Buni yana soddalashtirish variantini ustida ishlayapmiz. Hozir qolip alishtirish bo'yicha xodimning vaqtini yanada ekonomroq qilib, stanogimizda chiqadigan mahsulot sonini yana ham unumliroq chiqarishi ustida yana ham ish olib boryapmiz hozir bu yerda. Yaponiyadan o'rgangan tizimiz shumi, Kanban? Mana shu doskada 700, doska biza xodimlarimizgacha tegi bir xil yetib borsin, mana shunaqa qildik. O'sha videoni ko'rib chiqdik-da, to'g'ritalari ham hammasiga doska olib kelib, hamma stanoga alohida doska qilib tashladik hozir. Doska qo'yish. Ha, chunki men bu aytgani bu через boradi-da, brigadir orqali boradi. Bu gapi bittada boradi. Yozuvda bo'lsa. Ustida yozib olib kelib qo'yasiz. Yozuv bo'ldi. O'sha xodim o'shani o'qib ko'radi. Bu yoqda ham bitta doskamizni ko'rsatmoqchiman. Bu yoqda ham mahsulotimizdan bizda fruktlar chiqadi, ovushlar chiqadi. O'shalarni как pasporti. Bu mexaniklar uchun. Mexanik keladi, baqlajon qo'yish kerak ekan, 20 gram bo'lish kerak ekan. Necha sekundda chiqish kerakligi, xodim bitta donasidan topadigan summasi yozib qo'yiladi. KPI. Bizda nimaga ko'pchilik ishxonalarda ko'rganman, xodimlarga oylik maoshi oy oxirigacha aytilmaydi. Biza nimaga unaqa qilganmiz? Xodim o'zi kunlik mobaynida nechta pul topishini bilsin. Shunga yarasha anaqasini qilsin. Misol, agar stanok buzilib qolsa yoki sekund to'g'ri kelmasa, bu brigadiriga aytadi, brigadir bu muammoni hal qiladi. Misol, bu 22 sekund emas, 30 sekund chiqayotgan bo'lsa, ishlayotgan xodim borib brigadiriga aytadi, bu 22 sekund emas, 30 sekund chiqyapti. Menga shuni tuzatib beringlar desa, mexanik kelib buni qaytadan 22 sekundga joylab beradi. Chunki agar bu 30 sekund bo'lib keladigan bo'lsa, 70 so'mligacha qolib ketsa, xodim kuniga 120 ming topsa, avtomatik 30 sekund bo'lib ketgandan keyin uni puli avtomatik 80 mingga, 90 mingga tushib ketadi. Bu xodim kunlik mobaynida 1-2 soat vaqtini quruq o'tkazgan hisobiga turib qoladi. Qog'oz qilganmiz. Bunda bitta tomoni kunduz kunga ishlaydi, bitta tomoni nochga ishlaydi. Kechki smenaga ishlaydi. Bunda hamma operatorlarimiz nom berilmagan. Misol bittasini oti Umida, bittasini oti Ma'mura bo'lmasin deb hammasiga kod berilgan. Hammasini o'ziga kodi bor. Xodimlarning kodi bor. Kodi bo'yicha bu yerda yoziladi. Bu yerda 15 ta stanok belgilab chiqilgan. Misol xodim qaysi stanokda o'tirdi? Bir stanok bo'lsa, birinchi stanokda o'tirgan xodim bo'ladi. Xodim o'shanga qarab S2, misol S2-chi xodimni kompyuterda o'zi avtomatik kiritilib ketilgan bo'ladi. Misol u familiyasi, oti bilan kompyuterda tersa, avtomatik kelib chiqadi. Bu yoqda keyin ketdi mahsulotimizning kodi, qaysi mahsulot chiqyapti bu yoqda.
bu yoqda mahsulotimizni sekundi, necha sekundda chiqadi. Mahsulotimizni bizda 3 xil etapga bo'linadi. Qolipimiz oson, o'rtacha va qiyin qoliplarga bo'linadi. O'shanga qarab foiz ajratganmiz. 1.5, 8 gacha bo'lishi mumkin. 1 gacha bo'lgan xodimlar 100 minggacha topadi, 1.5 gacha bo'lgan xodimlar 120 minggacha topadi. Bir degani bu avtomat o'zi tushadi. Mahsulot avtomat yoki robotda ishlasa, mahsulotimizga 1 qo'yiladi. Agar 1.5 ga o'tadigan bo'lsa, bu mahsulotimizni chiqayotganda eshigini ochadi, ichida mahsulotni oladi, ya'ni eshikni qaytib yopsa, bunga o'zi qimmatroq hisoblanadi. Chunki bunga xodim ko'proq vaqtini sarflaydi. Misol kunning o'rtasiga kelganda charchab qolishi bor, boshqa narsasi bor. O'shanga sal ko'proq pul ajratgan. Oyligi shunga qarab chiqadi. Agar bunga hali bunga qo'l qo'yilmagan, ombor mudiri imzosi bor bu yerda. Agar bunga ombor mudiri qo'l qo'yilmasa, oylik chiqmaydi. Chunki ombor mudiri qabul qilib oldim degan ma'noda qo'l qo'yib beradi. Bu yerda o'sha aytganimdek tipiga qarab bo'lib beriladi. Bu yerda qolip ichidagi soni. Misol bitta qolipimiz ichida bitta o'zi chiqishi mumkin yoki bitta chiqqanda 8 ta dona chiqishi mumkin, 10 ta chiqishi mumkin. Buni o'shalarning soni. Mahsulotimizni kilogramm. Общий son kilogramm. Kun mobaynida oxirgi kunga yetganda kilogramm yoziladi, brak soni. Bu brak sonimiz qanaqa taqsimlaganmiz? Misol mahsulotimiz 100% baribir to'shni ishlab bera olmaydi. Bu texnologiya, texnika bo'lganiga %90% gacha, 10% gacha ruxsat berganmiz. 10% brak chiqishi uchun. Misol seriya qolmay qolishi bor, boshqa rang o'zgarishi, rang olib-ula bo'lib ketishini hisobga olib, 90% natija bajarib berishini planini qo'yib qo'yganmiz. Toza mahsulot soni yoziladi. Misol plan 3000 ta qo'yilgan bo'lsa, 3000 ta plan qo'yib berilishi kerak. Misol ish soatimiz 10 soat bo'ladigan bo'lsa, 1 soat avtomatik obyektga ayirib tashlanadi. 9 soat hisobida toza mahsulot chiqarib berilishi kerak. Bu yerda mahsulotimizning rangi qanaqa rangda chiqdi? Sariq, ko'k, yashil. Bu avtomatik kompyuterga tushgandan keyin любой bayt filtrga solib ostatkani ko'rishimiz uchun ham yaxshi narsa. Bu brigadani, misol kunduzgi brigadani qo'li bo'lishi kerak. Agar bu qo'l qo'ymasa, bu ham qabul qilmaydi. Agar bu qo'l qo'yib turib, bu anaqa qilmasa, ikkalasi bir-biriga bog'liq. Bu qo'l qo'yaveradi. Misol tekshiradi, qo'l qo'yadi. Bu ombor mudiriga boradi. Ombor mudiri ham uni bitta tekshirib, bunga ham qo'l qo'yadi. Keyin bu qog'oz oylik hisoblash jarayoniga o'tadi. Brak dili 10% dan oshmasligi kerak bo'lsa, direkt mana brak ma'lumotga qarab beramiz deyapsiz oylikni, misol uchun. Dili brak holati 10% dan oshib ketdi. Shunda oyligi qanaqa nima oyligidan ogohlantirish beriladi birinchi safar. E'tiborsiz ishlagani uchun ogohlantirish beriladi ikkinchi safar. Uchinchi safar ham shunaqa qilinadigan bo'lsa, avtomatik ishdan bo'shatiladi. Bu yerda yana pastda ko'rishingiz mumkin mexanik, gidrobilchik. Kodlari bilan yozilgan mexanik 1, mexanik 2. Bizda 3 ta mexanikimiz bor. Ikkitasi nechta liniyaga shunda bo'lyapti? Hozir bitta nechta liniya hozir? Bu yerda hozir bitta zdaniya, mashta, bitta liniyaga, bitta liniya hisoblanadi. Bitta liniyada 3 ta mexanik bor. Ha, bittasi kechki smenaga qaraydi. Asnonoy biz qoliplarni kunduz kuni qo'yishga harakat qilamiz. Kechqurundagi mexanik faqat ko'rib nazorat qilib borish uchun. Biz yerda mexanik ptichka qilib qo'ygan ko'rishingiz mumkin. Agar xodim ishga kelmagan bo'lsa, bu ptichka bo'lmaydi. Bu ptichka qilib qo'yilgan bo'lsa, bu xodim keldi degani. Degani uchun. Bu yerda drabilchik ham o'zini kodi bor. Ptichkani misol uchun endi o'zi bilmagan holatda misol kimdir qo'yib qo'ysa. Yo'q, bunga brigadir javob beradi. Brigadir javob beradi. Bu kelgan oylik hisoblanayotganda, ya'ni qo'rg'ulxonada ko'rgan qo'rg'ulxonada keldi-ketdi daftari bor. Chunki endi ptichka qo'yish mumkin. To'ppa-to'g'ri. Agar misol xodim aytaylik 20-sanada kelmadi, lekin bu yoqqa ptichka urib qo'yildi. Bizda kiraverishda qo'rg'ulimiz kim keldi, kim ketdi yozib boriladi. Bu daftarga solishtiriladi. Sverka qilinadi. Agar unda 20 kun chiqib, bu yerda 21 kun bo'ladigan bo'lsa, brigadirga shtraf qo'yiladi. E'tiborsizlik uchun. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu notchka bu. Yana sizlarga ko'rsatadigan narsam bizda alohida braklarni qog'oz tushadi. Braklarni nazorat qilish bo'yicha ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bizda 3 ta sborka bor. Birinchi brigada, ikkinchi brigada, uchinchi brigadani sborka anaqalari bor. Bu yoqqa mahsulotlarimiz chiqib ketgandan keyin har kuni ish so'ngida 6 da
kunduz kunligi ham, kechqurunligini ham brigadiri shu yerda bo'ladi, ishlab chiqarishga. Bu yerda braklar yoziladi. Qaysi mahsulotdan? Mahsulot kodidan 150 tadan nechta brak chiqadi? Bu 150 ta degani 150 ta degani bu qopda yoki korobkadagi son. Misol qopiga 150 ta ketgan, qopidan 20 ta brak chiqargan. Bunga hisob bo'lyapti. Xuddi o'tda ostatkada 150 ta bo'lyapti, lekin brak hisobiga bu 130 taga tushyapti. Rangi qanaqa? Sariq kelyapti, qo'l qo'yilyapti. Bunga nimaga biz kunning oxiriga qilganmiz soat 6 ga, chunki peresmenkada ikkita smenaga ham ko'rsatish uchun. Misol nochta chiqqan bo'lsa, nochtaga xodimga ko'rsatish uchun, mana sen kecha chiqargan mahsuloting chiqqan, brak chiqargansa, mana o'zing ko'rib sanab ol, oyligingdan bu minus bo'ladi. Fakt ekanda bu misol uchun men oyligimga unaqa deganda mana xuddi shunaqa. Fakt. Xuddi shunaqa. Bu yoqda endi yana sekin-sekin bu yoqda yana bu o'zligi uchun xodimlarni, brigadirlarni o'zini черновой daftar. Bizga men sizga ko'rsatgan mana bunaqa boygi narsamni черновой varianti. Bu черновой. Bu brigadirni черновой daftar. Notchiki ham, denniki ham. O'shanga qarab o'ziga solishtirib, misol men biz har 2 kunda bo'ladi. Har 2 kunda, 3 kunda bir tekshiruvga tushamiz. Har 2 kunda, 3 kunda, kerak bo'lsa har kuni bir marta mana bu qog'ozlar bo'yicha tekshiruvga tushamiz. Xodimlarning kodida. Xuddi shunaqa. Familiya ismi yozilmas ekan-da xodimlarniki. Yo'q. O'zini kodi bor ekan. Agar xodim deylik ishdan ketib qoldi, S7-xodim ishdan ketib qoldi. Bunga qanaqa yechim qilganmiz? S7 tepasida 1 bo'ladi. 1. Agar u ham ketib qolsa, bu 2 ga o'zgaradi. Tepadagi hoshiyasi o'zgaradi. 2, 3. Bu nimaga xizmat qiladi bizga? S7dagi xodim nimaga ko'p ishdan ketib qolyapti? Nima sabab bor? Xodimlar. S7 ketdi, yana xodim oldingizda u yana ketib qoldi. Demak 2 qo'yiladi. Agar o'sha sistemasi ko'tarilsa, demak ko'riladi. S7 liniyada xodim nima sabab ko'p ketish shunaqasi ko'rsatiladi. Uchechkasi. Yaxshi. Chunki S7ni o'zini vazifasi bor-da, to'g'rimi? Bor. Kimdir ketsa, aynan o'sha vazifaga yangi odam keladi. Bu ham ma'lum shoyatda bu ham ketdi. Chunki 2 ketdi, yana ma'lum shoyat 3 ketdi. Bu nimaga bizga xizmat qiladi? Balkim biz nagruzkani ko'p qo'yib yuborayotgandirmiz. Balkim undan keragidan ko'p narsa olib yuborayotgandirmiz. Bu ko'rib chiqiladi. Yoki ishchini o'zini layoqatsizligi bilanmi? Bu hammasi analiz qilinib, o'shanga yechim qidiriladi. O'sha boyga yetganda bizda har kuni 2 kunda bir majlis bo'ladi. Xodimlar bo'yicha brigadirlar o'tirib, nima kamchilik, nima muammolar, agar rahbariyat tomonidan hal qilinadigan narsalar bo'lsa, Alijon akam o'zlariga aytamiz, hal qilib beradilar. Ko'pincha ishlab chiqarish bo'ladimi, brigada bo'ladimi, o'zimiz hal qilib, agar muammo bo'ladigan bo'lsa ham, yechimi bilan Alijon akamga kirishga harakat qilamiz. Mana shu bola bor, maktabda kelgan menga. Maktabda qo'limda ishlagan bola, botir. Hozirgilarning injener shu yerda. Chunki o'tiydi hammasini o'zi qilgan, hammasini biladi. O'sha kelganimda dars o'taman-ku. Bitta bulardan tashqari qancha dars, hali ham haftasiga 2 marta borib o'qiyman-da o'zim ham. O'sha yerga kelib, mana quloqni quyaveraman, gapiraman kelib. O'sha yerdan qanchasidir kirib qoladi. Hozir mana shularning ko'pini o'zi qilyapti. O'shalarni chunki bular nima foydaliligini bilish kerak-da, baribir. Bo'lmasa bilmaydi. Yuraveramiz dars. Bo'ldi. Bu hammasi plastik qoliplarni almashadi, stanoklar. Bunaqasi chiqaradi o'yinchog'i. Endi haligi ko'rsatdi-yu qog'ozida. Qog'ozida ko'rsatgani faqat stanokni ana hamma nomeri bor-ku. Mana shu nomerga biz chiqib oldik. Oldin mana bunaqa traktori tegiydi. Traktor tegi ham bor, hozir nomeri ham bor. 160, naryoqda ham 160 da. Kompyuterda 160 degan mashina tushunadi. Mashinaga sekin-sekin o'tkazamiz-da, mana shu traktor tegi. Traktor tegi. Ha, mana shu nomeri bor-da. Raqamga tushdik. Hozir raqamga o'tkazganimizda bizda zo'r ish bor-da. Oldin traktor tegi, hozir nechta traktor bor-da? O'sha 160-traktor tegi. Yo'q, kodlangan ekan. Hammasini kodga. Har bir donasini kodga chiqdi. Hozir shu anaqaga kirganda ko'rsataman, lekin juda anaqa. Mana bu doska. Bu doska mana ham stilash. Mana bu
8 ta qator, 9 ta anaqasiga yacheykali. Bu qayerda qolib joylashishi, bu hali oxirigacha qilib bo'lmadi. Bu oldingi hafta boshlaganmiz buni. Ha. Ya'ni bu nima qayerda joylashganini ko'rsatib turadi. Mana bu qolip nomeri. O'sha mana yacheykali. Mana birinchi qator, ikkinchi yacheykada turibdi. 4 ta qolip, 3 ta qolip. Odamni vaqtini ketkazmaslik uchun. Keladi, aynan qidirmaydi, nechinchi nomeri 201 bo'lsa, mana bu 3 narijdan qaraydi, etajidan. O'shani chizib chiqdik, qayerda joylashgan qolipni. Ko'pligiga mana shunaqa qilganmiz-da. Magnit bu joy o'zgaradi kengar. Mana qo'yib qo'yadi. Hozir hamma tushunda buni. Ya'ni nima qayerda turganda doskada yozib qo'yishgan. Borib qidirish shart emas. Shunda mashinadan ko'radi, borib o'shdan olib keturadi. Mashina ichida turadi, sifrali, olib qo'yib. Mashina mana bu pustoy, bu endi qilinyapti. Bu oldi magnit, metalli magnitni kesganmiz-da, yopishtirib chiqqanmiz. Yopishtirib qo'yamiz. Oddiy, sodda. Qimmatdan tushmaydi. 1 metr 100 mingmi, 60 mingmi? Mana 1 metr magnitni. Ancha chiqadi. Doskaga yopishtirib qo'yamiz. Bu joyi kengalanmasa, kengi boshlovchisi boshlovchiga yopishtirib qo'yaveradi. Vaqtini ketkazmaydi. Ana qolib, o'shanga qilinadi. Bu ideya Safiyadan keldi. Safiyadan keldi. Safiyada Kaizen. Safiyada ham taqilayotganda shunaqa qo'yishganda. Sifatli xolodilnik bo'ladi. Vaqt ketkazmaslik uchun mana shunaqa qilgan. Biz ham o'shandan olib skatlarni ham polfabrikatdan mana shunaqa qilganmiz. Hozir qolipga o'tdik endi, ularni qilib kelib, endi qolipga o'tib ana qolamiz. Shu mana shunaqa. Bu ham yo'l turganlar hammasi qoliplar. Endi bizlarda boyliklarimiz bu, hamma temirlar. Anaqasi endi mana Xudo xolisa ham katta narsalar mana shu yig'iladi bizada anaqa. Keyin Alijon aka bu qoliplarni ustiga detallarni qo'yib qo'ygansizlar. Yanada adashmaslik. Osonroq bo'lsin. Osonroq bo'lsin, qidib yurmasin. Hozir o'shani endi raqamga o'tkazamiz. Bu ham turadi. No baribir sekin-sekin o'rganadi, keyin olinadi balki. Yoki turadi, men ko'ramiz. Bu zo'r ideya. Mana shu ustida turgani topib olsin, bo'ldi. Vaqt ketkazmasin. Hozir ishlaringizni kronometraj metraj qilganmisiz? Qani vaqtinimi? Vaqtini o'lchash yig'ishda bor. Bu yerda ham bor. Bu yerda ham sekundini bergan-ku. Ana qog'ozda necha sekunddan chiqadi? Plani ham bor-da. Xaridlar shu anaqasi. Hozir men bitta o'yinchoqqa qarab turdim, bitta 2 minutga chiqargan. Manmi? 2 minutga chiqargan. O'sha 2 minut davomida siz aytgan boyagi aboylarni tozalab tashlashga vaqt yetarganda. Shunaqa. Shuni bir o'zingiz qo'llab ko'rishingizni o'ylab ko'rganman, ko'rmaganmisiz? Tozalayotganim aytdi-chi, sal anaqada charchab qoladi. Kech-kech bitta o'zi ishisi. O'shan ikkita odam qo'yganmiz-da. Chunki bu drabit ham qiladi, keyin serial ham tashiydi. Bitta odam qiyin-da anaqasi. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim bu hozir olib biz beryapti, keyin yana boshqatdan borib uni aboylarni olib tashlash, yana boshqa ayollar qo'shimcha ishlayapti-da. Ha, uni tozalab ulgurmaydi. Ha, ulgurmaydi. Uni sifat nazorati bor o'tdi. Sifat nazorati brigadir tekshirib oladi. Chunki u qo'li kesish kerak emas. Bu ulgurmaydi tozalab anaqa qilishga. Chunki bolam qo'li kesib yuboradi, pastmas. O'shani tozalashi, qo'lni bilan o'tkazganda yosh bolalar bari kesib olish kerak emas-da. O'sha standartini o'tsa keyin o'tadi. Uni bu yerda qila olmaydi. Bu Xitoyda ham alohida odam qiladi o'tdi. Bitta joyda qila olmaydi anaqa. Men o'zim Xitoyga boraman, zavodga boraman. Har gal borgan 2-3 ta zavodga kiraman-da. Palarkalar ko'tarib borib, men ulardan o'zi o'yincha olaman, kirib aylanaman-da. Ishlab chiqarishni bilmasa ham yur deyman. Har gal borsiz yangi topurasiz-da. Bu endi bu narsani qizig'i sizlarda qilayotgan narsalar bor. Bu real ishlayotgan narsa-da. Real ishlayotgan narsa qiziqroq bor. Men Safiyaga 2 marta borganim, real ishlatyapti ular. O'sha qanaqadir qismini biz qilyapmiz. Yaponiyada ham o'sha ana bitta gap bor. 100 ta bitta sayohat, 100 ta kitob o'qiganimdan teng. Bu ham sizlarning sayohatingiz bu yoqqa. Qanchadir kitobga tengdir bu. Mana katta stanogimiz bor, bu yoq tomoni anaqasi. Bu mana qoliplarga qilingan doskamiz. Shu osonlar. Bu ham yaxshi ideya. Kimda sklad bo'lsa, mashina ishlatsanglar bo'ladi. Skladda ham qilganmiz, uni ham ko'ramiz hozir. Qaysi polkalarni yechib topishingiz uchun. Kelib qidirib yurmaydi-da. 4-birda masalan 786 dan 999 turibdi. Ha. Mana bu yerga sizlar nomer qo'yib qo'yasizlar. Ha, bo'ldi, o'sha nomerga borib olib keturadi. Solishidi. Oldingi gal kelganingizda drabilka naryoda edi. Keyin Botir mana bu yoqqa qoldi drabilkan. Anaqa yetdi. Bet ancha qanaqadir продвинутыйroq bo'lib qolganga o'xshaydi. Mana buni oldi-ku. Bu changitardi hamma yoqni. Bet chirog'ini yoqib yuboring. Chirog'ini. Yonmayapti. Bu yerda drabilkani alohida qildik, bitta sex qo'ydik bu yerdan. Oldin skadimiz o'ldi. Skad edi, hozir skadni sex qildik.
Hop, ana bu yerda 22 kilodan qilib qo'ygan, uni ishlatadi. Bu yerda maydalaydi, kraska qo'shadi. Bu haligi xodim kraskani narodan oladi, qancha tayyorlash kerak. O'sha qog'ozdan zaskatni oldiga boradi, kraskasini oldiga boradi. O'sha yerdan kraska olib keladi. Uni parasholarimiz bor, o'shanga qarab tayyorlaydi ekan. O'sha zakaz bo'yicha. Zakazga qarab, har bir stanoga alohida tayyorlab beradi. O'sha qog'ozi ancha muammoni yechdi. Kichkina qog'oz bo'lmasa. Kanban. O'sha u lekin yaxshi, bularni o'zi qildi. Men aytdim, qilish kerak, ozgina narsa tashlab qo'yib, o'zi boshlab qo'ygancha. O'sha bola kanbanni o'sha kuni videoda ko'rsatgan bola hozir shu yerda yuribdi. Yo'q-e? Muborakga olib bordim men uni. Mebelchilar. Ha, nima qilsa bir olib kelamiz. Bo'ldi. Shu alohida qilgansiz, bu nari ancha toza bo'lib qoldi. Bu anaqa qildi. Zas foydalandingiz shu joyga. Haligi showroomdagi ko'rgan narsalar hammasini aytib chiqaradi. Bular nima bu? Bular отходы, qayta ishlaymiz. Drabilka qilib qayta ishlayveradi anaqasini. Prosta haligi aytayotganlar abloy tozalashni mana bunaqa joylarni qila olmaydi-da anaqasini. Mana plastmasda bu mashtag'i, bu endi bu sal qiyinroq. Mokko degan anaqa kompyuter, ikkita kompyuterli bizaniki. Mokko bor, bu yaponskiy kompyuter, o'zi Xitoyga, lekin kompyuter anaqalari yaponskiy anaqalar. Ikkita tomondan anaqalari, bittasi Mitsubishiniki, bittasi Mokkoniki. Bu qimmat anaqa, o'zi stanogimiz. O'sha bu qalin yupqaligini regulovka qiladigan joyi. U ko'p anaqalarda yo'q. Mana anaqa liniyani boshqatdan tushuntirib bering, nima deganingizni tushunmay qoldim. Bu yoq tarafi nima qilib beradi, bu yoq tarafi nima? Mana boru. Mana stenkani qalinligi. Mana bu yerdan qalin yupqa qiladi buni. Har xil detal bordi, har xil kattaligida bor. O'shani stenkasi qalinligi bor. O'shani mana yerdan, mana miyani tepasida miya bor. Anani ichidigini kichkina qila oladigan. Oddiy emas-ku. Mana shuni o'zi normalniy pul turadi, 10 mingdan oshib turadi. Kompyuter mana shu anaqa uchun qilingan. Bu graduslarni, anaqalarni, stanoni общий miyasini anaqalar Mitsubishiniki. Bu anaqaroq endi ikkita apparat birlashtirilgan ekan, to'g'ri. Yo'q, mana aqlli miyada anaqasi. Shuniki aqllida. O'sha yupqa qalin qila oladigan. Qolganlar oddiyroq bo'lsa, qimmatroqni olganmiz, zato ish beradi. Sifatliroq chiqara olamiz, bir xil qilib. Xitoyda chiqarayotganda. Keyin taroz turadi, har bitta anaqani tekshirib taroz tortib turadi. Nega qiladi uni? U sifatdan o'tib ketmasligi uchun. To есть ko'p ham kam ham bo'lmasligi. Kam ham bo'lib ketmasligi. Kam bo'lib ketsa ham ertaga sifati buziladi. O'shanga bularga grammini har anaqada o'lchab turishadi. To есть o'lchaydi, agar farq bo'lsa buni boshqa nalatchiga ketadi. Qayta ishlaydi. Drabit qilib qayta ishlaydi. Mana qayta ishlab chiqargani, mana drabit qiladi, soturadi, chiqaradi. Talabga javob beradigan, lekin grammi kamroq ko'proq bo'lsa o'tib ketaveradi. Bizda anaqa 50 grammi plus minusi bor. Plus 100% chiqara olmaysiz bunda. Plus minusi bor, shu plus minusidan o'tib ketsa, qanchadan tushib ketsa, masalan, bu 650 bo'lsa, 500 gram bo'lsa chiqarmaydi. Tashlaveradi. 550 bo'lsa chiqaradi. 50 gram plus minus beramiz. O'sha anaqasi. Endi bular gabarit bo'lganiga mana bu yerda anaqa qilganmiz, keyin chiqarayotganda har bir qopini kim chiqargan, qachon chiqargan, o'shalar yoziladi. Alijon aka, mana shuni mana qo'lda qilishyapti-yu. Shuni apparatni o'zimdoq qilib kesib tashlaydigan iloji yo'qmi? Men Xitoyda ham ko'rmadim buni. Xitoyda ham qo'l qiladi. Bu ham osoni emas. Undan oson qila olmaydi. Tekis bo'lib chiqadi. U pichog'i bor-da, pichog'i o'zi ichida kesadi pichog'i. Buni tursa tortkosi bo'ladi. Oxirigacha kesib bera olmaydi unaqa. Pichoqni anaqasini kattaroq qilib olsa ham kesib bera olmaydimi yoki qanaqadir ichiga? Xitoyda ham ko'rgansiz, ular ham o'sha qila olmaydi. Balki qilsa kerak-ku, men ko'rmadim. Chunki aytmoqchi bo'lganim, pichoq bo'lsa-da, silindr bo'lib bitta kirib chiqadigan qilib qilsa. U bor, bu unga qila olmaysiz. Unga har bittasiga alohida pichoq qilasiz. Alohida pichoq yasiz. Alohida u qimmatlashib ketadi. U hozir o'ylayman, menda 1000 ta qolib bo'lsa, buni ham katta qoliblar, hammasi mana shu stanoda chiqarganlar. Mana bu yerda turganlar bor. O bittasi 200-300 ga qilmaydi-yu pichoqni. 1000 so'mdan tepasi bo'lsa, darvali pul bo'lib ketadi. Yo'q, buni hali davomi bor ishini. Yig'adi, mana bu kesib, upakovka qilishayotganda sifatiga qaraysiz, sifat nazorati brakisi, braka chiqib ketadi-yu. Oxirida buni topshiradi keyin. Brakini alohida. O'shanda minus bo'ladi. O'shanda brakini har bittasini bittalab ko'rib chiqadi. Ha, bittalab ko'rib chiqadi. Bunga keyinchalik Alijon aka, mana bor-ku, qo'lda yozmaslik uchun har bitta xodim o'zini qanaqadir bir kartasimi, stikerimi qilib qo'yish mumkin-da.
olib chiqib bitta yopishtirib qo'yadi. Hani yozib o'tirmaydi. Hozir ana QR kodni qilmoqchimiz, o'dni 30 zotni QR kodda hammasi odamlarni ham QR kodga o'tkazib yuboramiz. Bu yerdan chiqib ketayotgan narsalar ham QR kodda bitta QR kod ishlayveradi. Endi bitta apparat qo'yib qo'yamiz. O'sha QR kod chiqaradi. O'sha jarayonni chiqamiz. Bu ham yangi produkt. Endi hali bozorga chiqmadi. O'yinchoq stol, ichida ovqat yesa ham anaqasi sochilib ketmaydi. Bu bir xili, keyin buni teksi bor. Bu teksi dasturlashga. Anaqasi. Teksi mana ham. Teksi bu. Dasturlaydi anaqalar ham kichkina bolalarga qum solib o'ynasa ham bo'ladi. Dibabarnoq tashlaydi anaqa. Yangi bu hali bozorga chiqmadi. Endi bugun ertaga chiqib qoladi anaqasi. O'sha bu seximizni baribir yuragida bu anaqa. Keyin bizda bitta anaqamiz, axlajina qilamiz, o'zi suv aylanib o'zini o'zi anaqa sovuturadi. Mana chiller qo'yganmiz, gradiyentni. Bu hamma sistemani mana shu yerda muzlatadi. Mana shu yerga qilganmiz. Gradiyentni. Chiller boshqaroq bo'ladi anaqa. Bu yerda 10 nechta, tepada ham nechtadir. 35 tachami, 40 tachami. Ha, suv o'zini anaqa qiladi. O'shanda ham kamida bir kunda yarim tonna suv ispariniya bo'ladi. Kamida. Bu bir xil sexlar bor, vodoprovod to'lab qo'yib ishlatadi, mamlakat qilmasdan. Shunga kim qilganimizda, buni ispariniya bo'lmasligi uchun bochkani ichiga solib qo'yganmiz. Ispariniya bo'lsa, o'zining ichiga ispariniya bo'laveradi. Unda sovmaydi. Hayır, mana sovuq beradi. Bu ichida dimiq qoladi suvingiz. Mana bunda yaxshi anaqa qiladi. Mana sovuq kelyapti, ko'rasizmi? Bilinyapti narodan ko'ra. Chunki bu yerda ancha anaqada. Ikkita bochka turadi. Aylanveradi, suv. Qoliplarni muzlatadi-yu. Hamma qolip 200 gradusda yopilyapti-yu. Qolip qizib ketadi. U ichida shlankalar yuribdi, suv yuradi. Suv yurib buni muzlatadi. Bizda bittasiga 20 tonnalik bochka qo'yganmiz. Ha, katta bochkada. Katta bochkada 20 tonnalik bittasiga suv qaytib keladi. Radiodan o'tib, narigi bochkamizga tushadi, muzlatish. Ha. Lekin muzday suv yana u yoqqa ketadi. Shunda bitta suvni aylantiramiz. 20 tonnalikdan ikkita 3 ta qo'yib qo'yganimizda, mana shu texnologiya bo'yicha gradiyent orqali sovutamiz. Yaxshi. Zo'r. Rohira bilgansiz, ishaqada. Lekin zo'r, ekonom qiladi anaqa. To есть ispariniyada biz suv yo'qotamiz, deyapsizmi bu yerda hozir? Baribir bu tamam kamroq yo'qotamiz, biz tepalarni yopganmiz, nur tushmasin deb. Oldin va shu ko'p edi. Hozir bularni yopib, qo'l fabrikatni ko'rsamiz. Keyin haligi doska qilganmiz. Shu doska ham rasa boshlanishi doskadan boshlanadi o'zi, ancha ishimizni. O'shani balonni qilib qo'ygan balon bor-ku. Mana bu kombanlar yaxshi bo'libdi, zo'r bo'libdi. Plus mana bu nimalarni yozishyapti-ku hozir. Braklarni. Bu yerda jurnalda ko'rsatiladi braklarni. To есть har bitta xodim o'zining kodi bor va qancha brak qilganini yozib yurasiz. Odamning nomini yozmadingda, ertaga qaytarayotganda tanish bilishli bo'lib ketmasin. Raqamni bo'lsa bilmaydi. Oti yozsa biladi debdi. Plus qaysidir ham xodim ketib qolsa, yana boshqatdan otini yozib o'tirmaysiz, o'sha kodni davom ettiraverasiz. Shunaqa. Mana shu har bitta hozir hammasi 100% qilmaganmiz, bir 80% bo'ldi. Bu lekin takomillashaveradi anaqasi. Hammasi nomeri bor, qaytarilmaydigan nomerlar. Har bitta detalli nomer. Ha, qarang, bitta qolipda ikkita chiqadi, A, B bo'ladi. 350, ha, 350 B. Mana bundan bitta ikkita chiqadi. O'sha har bittasiga nomer qo'yganmiz. Har bitta qolib adashmaydi-da. Detalli o'zida bu rang bo'yicha ham nomer almashadimi, rang bo'yicha ham? Rang bo'yicha almashmaydi. Rang bo'yicha anaqa qilmaydi. U uchun yozib qo'yasizlar rangni. Uni rangini yozib qo'yadi, bo'ldi anaqasi. Mana bunda A, B, S, F ku bitta qolipda chiqadi, 4 ta detal chiqadi degani. O'shanga nomeri bir xil, lekin harfida farqi bor. Harfi o'sha anaqasi bitta qolipga tegishligini bildiradi. Bu lekin ancha muammodan yechdi-da mana shu anaqamiz. Do'stga, chunki bet proxodni hammasi kechqurun anaqa ham ochiq bo'ladi. Va yopishiraveradi, qaysi qolib, chunki nomer cheksiz-ku. Bitta qo'yaveradi deyman. Pul to'langan. Shu bu ham bitta yechim bo'ldi anaqasi. Ha. Ilgari detalli nomini aytib zakaz berilgan bo'lsa, endi hozir prosta nomer beriladi. Nomi ham bor, nomer ham yozyapti. Nomer ham adashmasligi uchun-da. Ertaga balon deydi, balonni ko'radi, bu ham balon, nari ham balon, bu ham balon. Nomer bilan biz точно topadi shu balonni.
o'shanga adashmaslik uchun. Katalogda ham bormi nomerlari? Misol uchun yo'q, xodimlar chetdan kelib mana shu qadar. Mana shu qilinganda shu rasmni ham qilmaganman. Ko'rsin, realniy. Qo'lga ushlab ko'rsin mana. Rasm yopshirsam bo'lardi-ku, bo'lmasa, ha? Raqamlardan bir xil. Qolipli raqam, mana shu qolipli raqam, bu polfabrikatda ham bir xil raqam yuradi. Ikkita raqam qilmaganmiz. Qolipli nechi bo'lsa, polfabrikatda ham xuddi shunaqa. Bular zakaz berayotganda ham o'shanga qarab zakaz beradi. Qolipni ham anaqa bir xil bo'lish kerak-da. O'sha qolip shu mahsulot chiqaradi degan ma'no. Xuddi shunaqa. Chunki bizda qolip bitta qilindimi, boshqa qolip qila olmaymiz. O'zgarmaydi-da. Bo'ldi, shu o'lsa biriga bo'ladi anaqasida. O'shanga o'zgarmaydi, anaqa boshqa o'zgartirib bo'lmaydi. Fransiya anaqasi bu mana qalik katta narsalarimizni adashmaslik uchun qilingan. Bir marta anaqa bo'ldi, mana bu yerda oqqush bor. Oqqushi tepada ikkita anaqasi bor, ko'rayotgan bo'lsanglar. Uchadigan bor. Adashib boshqasini qilib yuborishganda bir-biriga tushiradi. Lekin oqqushgani kuchini kuchib qo'ygan oyog'i. Tan boshdan qilib yuborgan. Tushunmovchiliklarni oldini olish uchun qilingan doskada bu. Eng kerakli. Lekin bu ham ancha ko'p joyda yo'q bo'lsa kerak anaqa. Yo'q, bu yechimda bu ham bitta anaqasi. Endi men o'ylayman, keyinchalik endi yanada ko'payib ketadigan bo'lsa, xodimlar kelib yerda qidirib yurmaslik uchun balki qanaqadir Excel'dami? Excel'da bor-ku. Bor, ha? Excel'da bor. U kompyuterda hammasini anaqasi bor. Rasmlar bor. Lekin men bitta realniy, живой mashitda keladi, ko'radi yoki rasmga oladi, mana bu ekan. Ko'radi. Lekin Excel'da bor. Ular yozib beradi shunga qarab botirlar. To есть, misol uchun kimdir qidirib topmoqchi bo'lsa, shuni Excel'ga yozadi, chiqib kelaveradi. Lekin bizda bo'lmasa, masalan, kompyuter bo'lmasa, mana shu yerga kirib bemalol topib beradi anaqasini. Nima narsada qanaqa qolib edi, qidirib yurmaydi. Nomerlar tartib bilan qo'yilgan-a? Ha, tartib ketma-ketlik hammasi. Hozir mana bu yerda 591 mi? 591 da to'xtabdi. 92 ham bor. 92 ham bor. 200lik, 300lik. Yo'q, unaqa emas. Ketma-ket birdan ketgan, o'sha to'xtamasdan ketib turgan. O'sha ham osonroq qilmaydimi demoqchiman, misol. Ajatsami? 100liklar, 200liklar. Yo'q, bilmayman. Balki oson bo'lar. U bizda osonroq bo'lsin deb raqam ko'p bo'lib qo'yib yubordik. To есть, bu hozirgi yechimda. Bundan keyin misol uchun 2-3 oydan keyin yanada boshqa yechim chiqib qolishi mumkin. O'shanda aytiladi, kelinglar, давайте boshqacha tizim qilamiz deyiladi, boshqacha qilib yuboramiz. Osonroq bo'lsa agar, hozirgi ishlayotgan tizim shu. Hozir mana shu 1 yildan ishlayapti, xudo xolasa. Lekin ancha anaqalarni tushunmovchiliklarni oldini oldida. Nima deydi, haligi ballonni misol keltirib, boshqa ballon chiqarib qo'ydi. Lekin aytmaganda palon nomerli ballonni. Nomer bo'lmaganda u vaqtda. Hozir nomeri bor. Palon nomerli ballonlikni o'sha olib ketaveradi. Anaqasini haligi kamazi tegi 160 ming ish qilib, men ko'rib oqaylikchi. Shunda buxgalter sizlarda qanaqa hisoblaydi? Buxgalter outsource bizda. O ana outsource 160 ekan, ko'rsiz? Haligi chiqayotgan, bu yerda ham 160, haligi qog'ozi ham 160 edi. Qolib 7-stanovda chiqayotgan. O'sha bir xil bo'lish kerak, hamma yoqda qolipda ham anaqada ham bir xil bo'lish kerak. Buxgalteri outsource bizda. Nimani hisoblash kerak? Shuncha detalli prevod Ha, bu отчетga kirgizuvchi. Men o'ylayman, butun holatdagi o'yinchoq. Butun holatda chiqaradi. Butun holatda rasxoddan chiqarib beramiz. Yo'q, alohida qila olmaymiz. Biz unaqa maydalashtirmaymiz. Butun chiqadigan o'yinchoqni anaqasini chiqarib beramiz. Qancha seriyo, qancha kraska, qancha 2 xillon shu. 2 xillon shu. Anaqasi hali qoliplar hammasi qilib bo'lmaganmiz, qilamiz. Tepada zborkaga chiqishimiz mumkin, polfabrikat ko'ramiz. Qanaqa skatda anaqa qilganini. Mana bu xonamizni bu yerda haligi diskussiya bo'ladigan xonamiz. Aytib doska qilib qo'yganmiz, vayslar yoziladi, o'tirib shu yerda anaqa qilamiz. Bu yerda ana kameralar qayerda nima qilyapti, ularni ko'rish uchun. No, kirdi. Bu yerda просто o'sha obsluziya qilib, haqiqiy ishlaydigan xonamizda, bu yerda. Kiramiz, chunki o'tga ham hamma yoqqa yaqin, o'rtada. Kayzen xonami bu. Kayzen xona, mana shu yerda o'tirib, mana bu yerda vayslar yoziladi, endi dars o'tamiz, mana shu anaqamiz. Chunki hozir anaqasi tepaga chiqib, anaqasini qo'yarsa ham bo'ladi. Polfabrikatda prezident kelganlar bu yoqqa. Prezidentni ochib berganlar-da. 8 oyda ochganmiz zavodni. Ha. 8 oyda asha rekord bo'lib ketgan. Prezident o'zlari ordenlar berganlar, do'stlik ordeni. Nemetskiy o'yinchoqni 10 dollarlik, 10 yevrolik o'yinchoqni biz 83 sentdan chiqarganmiz-da. 13 barobar, 14 barobar o'sha arzon qilib chiqarganmiz. Birga bir olib ko'rib hayron bo'lganlar. O'rganmaysanlar. Ha, unda o'rganlar endi gapirganlar. Hali ham bormi o'yinchoqingiz? Ha. Hali ham turadi.
shu mashitda anaqamiz kayzen xonamiz edi aka. Mashitda o'tirib обслуживание qilamiz. Pashti bir kunda bir xillarda 2 marta ham bo'ladi. Bir xillarda 3 kun to'rga muammo chiqib qolsa qilaveramiz edi. Ha, to есть muammo bo'lsa mana shu yoqqa o'tirib yechamiz anaqalarni. Doskada xodimlar bilan necha marta ko'rishasiz? Menejerlaringiz bilan? Haftadami? Pashti har kuni. Har kuni. Majlis lekin 2 oy, 2 kunda, 3 kunda yoki bir xillarda har kuni ham qo'ramiz. Majlisda. Kerak bo'lganda to'plar bilan har kuni yig'ilib chaqiramiz. Muammo chiqib qolsa, hal qilasizlar, maslahatlashib ketaverasiz. Bo'lmasa u muammoni yozib qo'yib ertaga sizmi joyda qilmasa bo'lmaydi. Ertaga bizga qimmat tushiradi anaqamiz, muammolarimizni. O'sha joyda tez qilmasa shu anaqasi hozir tepaga chiqib polfabrikatni ko'raylik, unda ham o'ziga qilishga, o'sha Safiyaga borgandan keyin doskalar qilib SSRdan qolgan binoda tashigurishga. Ahmad akamlar biz ham polfabrikatda zaskar hal etdimi? Bizda zaskar bo'lmagan polfabrikatda bardak bo'rgan. Bular mamlakatga o'ziga qarashganda har oy yig'ishtirishgan. Keyin bular hamma yoqni raqamlashtirdik. Keyin anaqa bular bo'lmasa ham o'rgatganlar polfabrikatda joy-joyiga qo'yib ketadi. Bitta skatlizni ko'rsataydi, ochib, anaqa qilib. Keyin mana bu yerda ham doska qilganmiz, bunaqa. Mana bunaqa stilajli doska qilganmiz. Bu yerda ham haligi nomerlar bor-ku. Nomerlar bilan o'sha nomer bu yerda ham qaytaraveradi. Mana bu yerda stilajli nomerlari, mana bu produktni nomerlari. O'shanga bu yerdan qayerdan qidirib ochishi, mana shu o'zi qaysi kerak? 280 bo'lsa 280 ni B skladdan ochadi, A skladdan ochadi, C skladdan, D skladdan, E skladdan. Bu A skladdan. Bu A skladda keyin o'sha produktni o'zini ham yopishtirib qo'yganmiz o'sha yerga. Oson topilsin deb. o'yinchoqni o'zini bor, yopishtirib qo'yilganda oson anaqa qilib ham yonini ochib. Tashqari bizda mana shu sirtdan olib keladigan yangi mahsulotni biz yuk tashuvchimiz bor. Aha. Maxsus arabada ular o'shani kuni bilan ishlab chiqarilgan yangi mahsulotni arabani olib kelib skladga joylashtirib chiqishadi. Men qabul qilib olaman. Keyin mana shu bo'yicha Ahmad aka ma'nadan qilib berganlar mana buni. Ishlarda mana bu Brushilaning grafigi. Qaysi paytda borib olib kelishi, qaysi paytda yig'ib tarqatib berishi, qaysi paytda qanaqa qilib joylashtirishlar, sklad hammasini tashkil qilganmiz Aljon akam boshchiligida. Bu yerda nechidan nechigacha qaysi kuni nima ish qiladi? Vaqti bo'lib berilgan. Brushilani haligi. Vaqti bor. HR planирование bor. O'sha vaqtini anaqa qilib. Ilgari sizlarda A sklad, B sklad degan narsa bo'lmagan. Hozir ajratib. Hammasi alohida. Keyin bu oldin quplanmasdan quplanagan qildik. Hammasi quplanadi, zaskada o'zlari javob beradilar. Keyin anaqalarni produktlarni qo'yib pishga ham ana qilib qo'yamiz, oson qilib qo'yamiz. Guruchlarni o'zi ham qo'yib ketaveradi, joy-joyiga qilib. O'shalarni qildik. Mana bular lekin doskalar zo'r ishlaydi anaqasi. Har bir yantar mahsulotning raqami, kod raqami. O'sha kod raqam bo'yicha stilajga joylashtirib qo'yiladi. O'sha stilajga mana shu kod raqam qo'yilgan. O'sha mahsulot o'sha imенно mana shu stilajga mana shu raqamni qo'yib chiqiladi hammasi. Endi Alijon aka kimdadir savol tug'ilishi mumkin. Men borib qilsam kompaniyada buni, lekin zavskladim qabul qilmayapti, qo'ysangiz-chi deyapti. Shunday holat bo'lsa bo'lishi mumkin. Bu birinchidan rahbarda korxona uchun ham yaxshi o'zi bu. Agar tushunsa bu yaxshi. Agar tushunmasa kerak emas deydi. Bunaqa deyish mumkin emas demoqchiman-da. Ha, bu sizning foydangiz uchun ham. Keyin, ha, to'g'ri. Korxonaning foydasi uchun. Hammaning foydasi. Keyin mana shu ishchilarning ham qiynalmasligi uchun. Osonlashtiradi. Ancha vaqtimizni ekonom qiladi-da u. Rejim, grafik bo'yicha ketadi, hamma o'zining ishini bilib qiladi. Tizim mana shu. deb o'ylayman. Imkon darajada buni ham soddalashtirib, yana ham yaxshi tomonga harakat qilamiz endi. Bu misol uchun 527 AB degani 527 kodlik tovar o'sha yerda turibdi degan. Bitta qolipdan ikkita chiqadi, o'sha bitta stilajda turibdi. Mana shuni o'zi bitta 4da 1da turibdi. Lekin nechta turganini kirib sanash kerak. Ularda o'sha Excelda u. Bu ani guruchchilarga, xodimlarga-da, mana bu 1 2 bizning mana bu stilajimiz. Ha. O'sha tovarni, mana bu tovarni, mana yantoy mahsulotni kod raqami. Mana bu ham tugab ketadi, ya'ni bo'lishdi. Bu bo'sh turgan paytda guruchlarimiz olib keladida, xatga qo'yishimizda qidirib yurmaydida. Mana bu pasiyant turadi. Именно mana shu joyning o'ziga yana o'sha mahsulotning o'zini qo'yadi. Boshqalar ham yeng kelgan ishlar bo'lishi mumkin. Ular ham keladi, shuni qaraydi. Demak, mana buni joyi mana shu yerda ekan. Boshqa stilajga tushmaydi. Hammasi o'zining joyi bor, faqat o'zining joyiga qo'yiladi, o'zining joyida olib chiqib ketiladi. Ham kodi bor, ham o'sha tovar yopishtirib qo'yilgan. O'zi. Buni o'ziga qilishga avvaliga bor. Nomer men aytganman, lekin o'yinchoqni oson bo'lsin deb o'ziga qilib chiqishgan.
Legoni 4 taligi bizda tugadi. Tugagan. O'sha joy bo'sh. Joy turibdi, boshqa qo'ymaydi unga. Yana skadan ishlab chiqarilsa, sexdan mana shu yerga qo'yiladi. Joy o'zgarmaydi. Xotir mana shu qator hammasi xuddi mana shu ketdi hamma yoq skatiga qarab, xiliga qarab, olim bo'lsa yashtirur oxiri. Keyin buni yana bitta yaxshi tomoni, mana misol uchun yarimta mahsulotni yig'ishga, misol uchun o'yinchoqlar yig'ishga qanaqa buyurtma tushdi. Yarimta mahsulotni yig'ib brigadasining brigadiri bor. Bu endi orientirda olish kerak-ku. Kiradida mahsulotga qarab chiqadi. Menda qancha mahsulot bor ekan deb qaraydi. Ha, demak sariqdan mana shuncha, ko'kidan mana shuncha, yashildan mana shuncha, malindan mana rangdan mana shuncha ekan. Demak, menda anaqa yo'q ekan deydi, qizili. O'shadan buyurtma beradi. O'sha imini qizili yetib keladi, to'liq bo'ladi. Ha, vizualni ham o'zi bilolmaydi nima bor, nima yo'q degan. Kompyuterda ham bor, unda ham sonini bizda men har bir kelgan mahsulotni mana bu yarimta mahsulotlar kirim chiqim bu, kirdi chiqdi. Mana shunga kiritaman. Hamma chesto. Mana kecha 17-yildagi denning mahsuloti nima chiqqan bo'lsa, mana shu yerda registratsiya qilindi. O'sha kuni noch ishlab chiqargan narsa mana registratsiya qilindi. Bu Excel dasturimizga kirib chiqiladi. Har kuni kirgan narsa. Endi kim kiritadi? Mana o'zim. Chunki men zimmamda bu narsa. Keyin endi mana bu chiqib ketayotgan skladdan chiqayotgan mahsulotlar. Mana misol uchun chesto qo'yiladi bir kunda. Misol uchun bugun chesto 19 bo'lsa, mana 19-da mana shular olindi hali. Bu obedgacha mana shu mahsulotlar olindi. Kecha 18-kuni mana bular olindi, brigada skladdan oldi bular. Yarimta mahsulotlar olindi. Bular skladdan chiqib o'tgan. To есть chiqib уже terishga olindi. Yig'ishga olindi. U etdan yig'ib bo'lgandan keyin уже boshqasi bor. U tayyor mahsulotga chiqib ketadi. Yana bitta yaxshi tomoni borki buni. Bu ham juda muhim. Sababi mana misol uchun uchut uchun birinchi o'rinda uchut turadi. Hamma narsani nima kirdi, nechta donasi kirishda aniq bo'lishi kerak. Men buni sexdan kelgandan keyin, уже kirim qilib bo'lgandan keyin buni обязательно kirgizgan bu belgi Excel va dasturga kirgizib bo'lindi. Bitta ftishga ikkitasi bo'lsa kirgan. Kirib bo'ldi. Endi xuddi shu narsa chiqib ketayotganda ham shunaqa bo'ladi. Mana misol uchun bugun 19da hali men buni dasturga ulgurmadim. Hozir o'tirib buni bitishga qo'yaman. Уже mendan o'chiriladi bu narsa. Shunda ostatga qoladi bizda dasturda. Mendan misol uchun mana shu korxona uchun yagona ostatga bo'ladi. Qaysi mahsulotdan qancha ostatga qoldi? O'sha qoladi. Chunki men уже mendan chiqib ketgan mahsulotlar bu yerdan mana bu dasturdan o'chiriladi-ku. O'chirilgan narsani bitishga qo'yib chiqaman. Chunki buni adashmaslik uchun-ku. Adashmaslik uchun. Mana bular chiqib ketdi уже. Уже bu narsa yo'q, o'shaning uchun menda asatga o'zi qop ko'rinib turaveradi. To есть Excel o'zi plus minusini chiqarib ko'rsatib turadi. Bu formulaga qo'yilgan. Qog'ozga yoziladi, просто yana Excelga belgiladimi, ptichka qo'yiladi. Bo'ldi. Kirdi degani. To есть chiqib ketayotganda одновременно Excelga tikish qiyin bo'lgani uchun birinchi qog'ozga shunaqa. Просто ularni vaqtini olib qo'ymaslik uchun bunga qo'yiladi. Tishgan yana bitta tomoniki, demak tishga qo'yilmadimi? Men ish bilan chalg'isam ham bunday qaraymanda kiritilmabdi. Yoki bu Excelga ishlanmagan deyiladi-da, yana davom etib ishlanaveradi. Yaxshi tomoni mana shu demoqchiman-da. Osonroq, oddiyroq. Hamma skladimiz xuddi shunaqa. 3 ta brigadan 3 ta skladi bor. Alohida hammasiniki sexdan kelgan har bir mahsulot bizning tashuvchilarimiz o'z-o'zini brigadasini skladiga olib boradi. Lekin mahsulot bitta joydan chiqadi hamma. Lekin 3 ga bo'linadi bu. Mana bu birinchi brigadaning mahsuloti, bu ikkinchi brigadaning mahsuloti, bu uchinchi brigadaniki. Adashmaydi ular ham. Chunki u yerda hammasini joy bor. Hamma brigadaga bitta zavskad. Yo'q, pol fabrikatga bitta zavskad, tayyorga bitta zavskad, ikkita zavskad. Shu endi osonlashtirib mana bu zo'r bo'lgan. Bu o'zi yig'ilishga anaqalar o'yinchoqlar yopishtirib chiqib. Keyin oldingi safar kelganimizda bunaqa konveyer yo'q edi, menimcha. Hozir ancha o'zgardi, ancha yengillik qildi, ancha yengillik qildi. Bir yilda nechta yangi qo'shimcha o'yinchoqlar kamida 20 tadan oshadi-da. Bir yilda qo'shiladi. Minus bo'ladigani ham bor. Minus ham bo'ladi. O'sha bozor talab qilmayotganini chiqara olmaysiz-da, o'sha bozorda, biz o'yindan chiqaradigan bozorda. Raqobatdan o'sha qoldimi? Plus ko'proq yoki minus ko'proq? Plus ko'proq. Chunki assortiment baribir har yili kamida 20 xildan ko'p qo'shmasangiz eksport qila olmaysiz-da. Ular yengillik bormi so'radi. Rossiyadan chiqib yengillik bor. Biz bunga har yangi chiqqanda aslida tashlaymiz. Menimcha yangi tashlayveramiz. Bitta savolda. Mana bu vintni hammasi har xilmi? Hammasi har xil. Bular anaqadan yechib olgan, u bo'lmasa ishlashyapti.
O'shani razmeriga qarab turib kichkina idishlarga solib qo'yish mumkin, chunki qidiryaptilar-da hozir. O'zi bu tayyor olib kelinadi, bu hozir qolmaganiga o'shancha to'shi. Eskisidan qolmay, anaqa. Aljon aka, yangilik qilamiz deyapsiz-ku, o'shani qayerdan olasiz? Bozorda. Bozor o'rganamiz, bozorni o'rganamiz. Viskiga chiqamiz. Masalan, hozir Nyurnbergda, Germaniyada bor eng katta viski, Gonkongda, keyin Nyu-Yorkda 3 ta katta viski bo'ladi, dunyoda. Bu ham yilni boshida bo'ladi. Gonkongda birinchi yanvar oxirida bo'ladi. Keyin fevralni birinchi 15 kunligida Nyurnbergda, keyin anaqada hamma region, katta regionlarda bo'ladi. O'sha anaqa, o'shalar boramiz, o'sha ko'rib, yangiliklarni keyin o'zdan bozor olib kelib sotib ko'ramiz. Yaxshi kelsa keyin chiqaramiz. Shu boshqa narsa. O'zdan o'zi velosiped ixtiro qilmaymiz lekin. Yo'q, ikkitadan, uchtadan bitta qilib olishingiz mumkin boshlansa. Sizga cho'ji qilib bo'ladi ko'pini. Hozir bular nima, obrazetsmi? Bular tayyor, bu yoqqa chiqib ketyapti. Bilmayman. Ne bilan qo'ya olmayapsiz? Qo'ying, o'shanga hayron bo'lishadi. Tanishmiz bo'lib ketdimi bu yo? Olib qo'yapsiz bu yerda, qo'yib yuboring hatto. Jerimnikida rangini to'g'rayapti. Shuni rangini to'g'rayapti. Zo'r. Mana bunga ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana tepadan osilib turibdi-ku, Yaponlarda ham xuddi shunaqa qilib qo'yishadi-da. Shuni olib qo'yaveradi, hali olib qo'yib, yana qo'yish. Vaqt ketmas. Olib nima qilishadi? Qulaylik bo'lsa, bulardan vaqtda ham anaqasi. Tayyor skatga kiramizmi? Bo'ldi u anaqasiga. Ha, bu yoqqa ham? Bo'ldi. Bizda yuk tashuvchilarimiz bor yigitlar. Ha, ikkitasi hamyoni do'ndiradi bu bo'ldi. Anaqa. Mana bu bizda yanto'r mahsulotimizda uvish bilan ho'l meva skladimiz bu. Mana bu kompyuterda dastur kirgizadigan bu xonam. Ofislari. Bizda mana bu mahsulotlar kelgan paytda xuddi shunday qilib keladi bizga. Sirkdan chiqayotganda. Bu bizning guruchchilarimiz buni sverga qilib olib kelishlari uchun tashkil qilingan. Tekshirib olib, haqiqatan to'g'ri kelish kerak. 100 tami 100 ta, 50 tami 50 ta. Undan keyin mana bu variantni bu men qabul qilib olganimda, mana shu bilan sverka qilib hammasi skladga to'g'ri chiqqandan keyin men imzo qo'yaman. Qabul qilgan to'liq bo'ldimi, hech kamchilik bo'lmadimi? Bu to'lgandan keyin bu den endi o'ch. Buni keyin men mana bu den to'ldiradi. Bir kun cheslo, 17-kun cheslo, bu noch to'ldiradi gruppa. Brigada. Keyin buni men har birini nochdan alohida, denidan alohida ko'rib chiqib, hammasi to'g'ri bo'lganiga imzolab chiqqandan keyin buni men buxgalteriyaga topshiriladi bu. Ana shunga qarab men yig'ib qo'yib qo'yganlar. Haqiqatan to'g'ri chiqqandan keyin shu imzom bormi? Demak bu to'g'ri topshirildi. Shunga qarab oilalari hisob-kitob chiqib chiqariladi. Undan keyin ham bitta narsa tashkil qilingan bizda. Mana brigadalarga qanaqangi, misol uchun qanaqadir o'yinchoq yig'moqchi, ular keladi bizga mana bunaqa qog'oz to'ldirib kelishadi. Yig'ib qo'yamizda. Qog'ozni menga mana shular keladida, imzo chekib keladi. Guruchchilar ko'tarib keladida, shu narsani olib borib, guruchchilar olgandan keyin imzo chekadi. Men topshirgan to'g'risida qo'l qo'yaman. Brigada boshlig'i uni qabul qilgan to'g'risida. Bu yanto'r mahsulotda skladdan chiqib brigadaga yetkazib borilganligi to'g'risida. Ular misol uchun ba'zida o'ylash mumkin-da, xo'p, menga nima kerak? Misol uchun nimadir qolib ketishi mumkin. Ammo shunaqa ro'yxat qilib kelsa, komplekt bo'ladi, hech qanday ro'yxat qolmaydi, soniya qolib ketmaydi. Hamma narsa tayyor. Shularda tashkil bo'lgan, ular hammasi mana shu tizimni yaxshi yo'lga qo'yish uchun yana hali o'ylayapmiz, yana qani nima qilsak, yana nima mana shuncha jurnallari bor, hamma brigadaga alohida qilib ko'rsatgan Excel variantimda mana bu xuddi men shuna qilib kiritaman. Mana misol uchun bu yerda olma. Har bir mahsulotning rangi kompyuterga kiritilgan. Даже mana rangiga qarab ajratamiz hammasini. Misol uchun mana bu limon, mana limon topamiz hozir. Anor, uzum, mana bu uzum. Unikan kodigacha bor hammasi. Undan keyin mana banan, nok, olma. Mana misol uchun limonni kodi 251 kodi. Mana bu limonni. Biz o'zi polkaga 251 kodini yozib qo'yganmiz. Har bir mevani
fruktni o'sha hammasini xuddi shunaqa yozib kompyuterga mana shu narsada kirgizib boriladi. Rangiga qarab, sarig'i bunga kiritiladi, yashili o'zining rangiga, ko'ki siyoh rang, seri, ko'k hammasi mana shu o'zining rangi kiritiladi mahsulotlar. Ana tozalik bo'yicha savol so'rayotganlar. Hozir xuddi shu narsani aytayotganlar. Tozalik bo'yicha qorovul kelib videoga olib tashab qo'yadi deyaptilar. Agar tozalik standart bo'yicha bo'lmasa, u minus bo'ladi deyaptilar, to'g'rimi? Shunaqa. Boyish savol so'rayotganlar. Tozalikni kim tekshiradi? Hozir hammani o'zining joyi bor, albatta. Bularning hamma degan joylari bor, o'zlari tozaligiga javob beradi. Brigadalarning o'zining joyi bor, o'zi javob beradi. Hammasiga bo'ling-a. O'shanga joy egasi bo'lish kerak-da. Egasi bo'lmasa hech kim emasmi, bo'ldi, dabda chiqadi. Bular aytayotganlar, farroshni kim tekshirish kerak deb, to'g'rimi? Ya'ni farroshkini qildi yaqinda, hal qilib bo'lmaydi oxirigacha. Bormi? Chalayu 100% emas-da bu. Checklist qildi. Farroshkini har bir vazifasi qaysi kuni qaysi nima vazifa bajaradi. Xo'p, oyna yuvish har kuni oyna yuvmaydi. 10 kunda bitta oyna yuvsa bo'ladi. Eshikni masalan 10 kunda bitta yuvsa bo'ladi. Masalan, har kuni kerak, tualetdan har kuni yuvadi. Bitta tualetga 15 minut 20 minut ketadi. O'shani raqamga solganmiz-da. O'shani faqat sonini qilmadik, keyin pulni chiqarib ketishdi. Bitta tualet tozalangan menimcha, masalan. Unga muncha. Hammasini pulga chaqib qo'ysangiz, o'zi chiqarib olursin. Endi aytayotganlarki, uni kim tekshiradi? Unga kontrol qilish shart emas. Hammasini brigadari bor, joy egasi bor, o'shada kontrol qiladi. Unga bitta odam qo'yib, xo'jayin o'zi farroshga. Unaqa narsa bo'lishi mumkin-da. Tozalamagan, lekin tozaladim deb checklistga urib ketdi-da. Keyin misol uchun siz kimdir kirdi-da, samichanga berdi. Men tozalab ketdim, mendan keyin kir qilishdi degan gaplar bo'lmadi. Qarang, hozir o'zi joy egasi borlar mana. Bularning o'zini etajini xo'jayini bor. Bular zavskatda mana yerda yig'uv brigadasi bor. Ikkita betda yig'uv brigada bor, pastda yig'uv brigada. Hammasini o'ziga joy berilgan. Ular talab qiladi undan. Tozalamaganmi, qo'l qo'ymasa, hozir o'shani oxirigacha qilmadingda. Qo'l qo'yish kerak ular ham. Haqiqatda o'zini joyida bo'lgan bo'lsa, ular qo'l qo'ygan bo'lsa hisob qilib bo'ladi. O'zini o'zi yozib yuborolmaydi. Qo'l qo'yish kerak. Anaqa ham, uborishchilar ham o'sha brigadirga biriktirilgan bo'ladi. Yo'q, brigadirga biriktirilmagan. Ularga o'sha masalan, joyim, meni joyimda tualet tozalanmadi, men qo'l qo'ymayman. Tozalagan bo'lsa ham men qo'l qo'ymayman. Qo'l qo'ymadi, unga pul yozilmaydi. Agar qo'l qo'yilgan bo'lsa, haqiqatda qilgan bo'l. To есть brigadir qo'l qo'yish kerak. Ha. O'sha territoriya egasi-da. Ha. To есть farrosh qo'l qo'yadi, men qildim deb, keyin brigadir o'ziga plyus yozib qo'ydi, lekin qilinmagan. U qo'l qo'yilmasa hisob bo'lmaydi. Chunki bir-biriga bog'lab qo'yish kerak. Bo'ylab qo'yasiz, unga ham tozalik kerak-ku brigadirga. Nega tozalamagan joy qo'yib qo'yadi? Keyin undan gap eshitadi o'zi. Anaqa chekin balans bo'lish kerak. Chekin balans. Kontrol qilmasa, u yurar o'ziga yozaveradi anaqasini bor-ku. O'shanga hozir u jarayonda hal qildi, lekin pulni oxirigacha yozmadi. Oldingi hafta qilganmiz. Oldingi hafta chiqdi. Hammasini zo'r. Yaxshi taraf, menimcha Alijon aka, sizning xodimlaringiz ham bitta tilda gaplashyapti-da. Hozir o'sha aytolman-ku, har anaqada bir haftada 2-3 marta dars o'tamiz, o'tirib. Anaqa qilib. O'zidan o'zi bo'lib qolmagan. Yo'q. Bittada bo'lmaydi. Bittada bo'lmaydi. Maslahatlashasiz, o'rgatasiz, keyin ularning fikrini olasiz. O'shana qilib bitta tilda gaplashasiz. Boshqacha iloji yo'q. Men qilaman deb, Inertatsiya asatga olishmi? Asatga olish, xo'p, skatnikida pashti 1 oy, 1,5 oyda olamiz. Bu pul fabrikati unaqa hali anaqa qilmadik. Pul fabrikati pashti kim qiladi? Zavskat qiladi. Zavskat o'zi qiladi. Tekshirishmi? Tekshirishi yo'q, mana ish boshqaruvchida qiladi, boshqa unaqasi yo'q. Bu zavskat. Excelda orada masalan bittasini oladi. Masalan, bitta 2 xil narsa bo'lsa, 4 xil, 5 xilni oladi, pozitsiyasini tekshirib chiqadi. To'g'ri chiqsa bo'ldi. Hammasini sanab chiqish shart emas u. Vibrishni qiladi-da, bo'ldi. Uni bizning umrimizni asosga sanashni o'tib ketadi-ku. To'g'risi, men katta skatni ham olamiz, vibrishni 4 ta 5 ta narsani olamiz-da, sanaymiz. Cho'tki bo'lsa bo'ldi, hammasi sanash shart emas. Uni uchun faqat asosga sanab raqamni yuraveradigan bo'lib qolish. Ishlash ham kerak yo'q qachondir. Aslida biz mana bu yantar mahsulotda imkon darajada ko'p mahsulot qolib ketishmaslikdan harakatini qilamiz. Nol qilish kerak-da. Mana misol uchun nimadir buyurtma tushsa, biz narsa ishlab chiqarildi, o'sha narsa to'liq bu yerdan chiqib ketish kerak-da, imkon darajada. Bu hammasini yig'ib sotuvga chiqib ketish kerak. Agar biz uni yig'ib o'tiraversak, biz muzlayotgan bo'ladi. Shunaqa. Biz o'shani ham hisobga olamizda, kerakli o'sha yantar mahsulot zakaz qilinadi, buyurtma qilinadi, o'sha keladi, bo'lganiga chiqarib yuboramiz o'shani. O'shanda bizga asabga olishga doimiy anaqashga ehtiyoj bo'lmaydi. Shunaqa nol qilsa, o'zi qanday, masalan, limondan mana shu turibdi, masalan. Uzumdan mana shuncha. Agarda bu yerda to'la ko'p
oylab yotsa u boshqa narsa. Bu yana necha kundan keyin keyin anaqa qiluvdik mayda narsalarga alohida qilibchi 1 kilo qilib mayda narsalarga qilganmiz 1 kilolikni donasi sanash qiyin u 1 kiloda nechtasini bilamiz bitta qopda 10 ta bo'lsa ani sborka oladi bittasini ikkitasini olasiz asatga olishingiz osonroq bo'laveradi qopida o'shani qilib chiqamiz bu qoplarda ham уже standart bir xil 2 tadan bo'ladi hammasi sani bitta qopini sanaganingizda chiqib keladi просто qachon kam keladi mana bu rozoviy qoplar bor qaytganda bular sonini o'zi yozib qo'ygan ustiga bular anaqadan sborkadan qaytadi mana shunaqa rangli qog'ozda beradi sexdan chiqqanda oq bo'ladi oq qog'oz kim chiqargan anaqasi ishlab chiqarishda mana sborkadan qaytganda u kam bo'lishi mumkin u yerda lekin sonni yozib qo'ygan o'shanisi bilan anaqa qila olamiz kontrol qila olamiz yo'q bu tam o'zi vaqt keladi yig'adi yaxshi narsa просто keyingi etapda beramiz tam ortib qolgan mana bu yerdan polfabrikatga qaytarganda o'shani shunaqa o'shaniga qilingan anaqasi chunki bilinib tursinda alohida qizilga qilib qo'yganmiz rangli bo'lsa mana oq bilan aralashib ketmasin ham brigada shuni topshirmaydi ular biz brigadadan ortgan narsani qabul qilishimizda uning ichidagi soni nomi hammasi yozib yopishtiriladi-da men ko'rib siyata qanday qabul qilib olsam soni aniq xuddi shu qabul shunaqa qabul qilib uni kirim qilaman mana shunga qo'shib qo'yaman demak bizda hamma soni aniq bo'lib turadi yana qachonki vaqt aylanib kelib o'sha narsa sotilib ketib yana buni yig'ishga birinchi o'rindan beriladi bo'lgan paytda birinchi mana shuni o'sha ochilgan qopdan beriladi sexdan brigadadan qaytgan narsani undan keyin mana bu sexdan kelgan yarim mahsulotlarni berib tugatishga harakat qilamiz bu tayyor mahsulot skladimiz haligi birinchi qilganimiz mana bitta bu qilganmizda stilajlarni bitta qilingani qizil bitta boshqa brigada qora boshqa brigada yashil boshqa brigada 3 ta brigada bor bizda yig'ishda mana bilan eshik kirayotgan eshigimizning joyi S qator D qator mana bu A qator B qator 4 ta qator stilaj bor 4 ta qator stilajga hammasiga qarasangiz nomer qo'yib chiqamiz 2A3 2A4 mana bu yerda A mana B mana bu A qatorda bu mana birinchi ikkinchi uchinchi kelib turadi u yoqqa qarab etaji mana bu anaqagacha taxlaveradi endi anaqasi anaqa karamiz bor tepaga taxlaydigan mana bunda taxlaydi mana shu chiqadimi o'sha yoqqa mana shu kodda ishlaydimi tokga yoqilgan mana qiladi 3,5 metrgacha chiqadi anaqasiga tepaga chiqadi 3,5 metrga ha 3 tonna bizning narsa 1 tonna ham 500 kilo ham chiqmaydi tepaga chiqquncha tonnasi o'zgaradi bitta zarfga qo'ysang necha kunda anaqa qilasan 3 kun yetadimi 3 kunda yetadi bitta anaqasi tepaga chiqqanda 1,5 kun bizda ham ancha chiroyli bo'libdi ha o'shanga bu ranglarni ustida ishlangan marketolog anaqalar bormi yoki shu rang tanlandi bo'ldi shu rang bilan ketiladimi yo'q o'zgaradi bizada aslan STM qilamiz Rossiyaga Rossiyani menejerlar bizga zakaz beradi rangini bilan mana bunaqa rangda mana bunaqa rangda telegramda gaplashamiz yo WhatsAppda gaplashamiz mashinagacha olib chiqadi eng tepasi xo'p o'shanda keyin biz ularni brendini qo'yib beramiz rangini qilib beramiz o'sha upakovkasini qilib beramiz bir xillari setkada bir xillari korobkada o'shani anaqasiga bizlarni asosiy zakazimiz Rossiya o'shani hisobiga biz sifatga qaraymiz ichki bozor qopda ketaveradi to'g'ri turibdi korobkalarda eksportga ketadigan korobkalarimiz korobkani ustidagi dizayn ranglar ularni ustida kim ishlaydi o'zim komandam bilan o'zimiz ishlaymiz boshqa alohida dizayner yo'q marketolog yo'q unaqa marketolog yo'q bu STMga qilayotganimizda ularni STM bilan ishlaymiz biz bozorda bor-ku mendan kuchlisi yo'qda men 30 yillik o'yinchoqchiman men 18 yoshdan beri bozorda o'yinchoq sotaman men shogirdlarim nechta shogirdim bor o'zimga o'xshagan men o'zimni anaqa bozorda biz bozori anaqasi ob havosidan yuramiz bozor o'zgarsa biz ham o'zgaramiz o'shanga qarab o'shanga bizda ranglar bir xilda игрушкаlarda mana men biladi endi yengilliklar kacheylarda stol stullar bundan ham yengillari ko'p anaqasi men substratda chiqardik bu yil mana bu o'anitda turibdi yangi anaqa yangi ranglarda masalan mana bu eski dizaynda chiqqan bo'lsa mana bu eski dizayndagi rangda mana bu xo'p mana bu yengisi bu yil chiqargan anaqamiz o'g'il bolalarniki mana bu ham yangi bu yilniki rangi
Bilmayman, uchi mana bunaqada. Bir xil mana buni oladigani ham bor. Buni oladigani ham bor. Buni ustiga o'zi ishlaymiz. Ranglarni ham o'zimiz tanlaymiz. Bozorda talabiga qarab chiqaramiz biz ham. Masalan 2 yil 3 yil oldin buni hech kim olmasdi. Hozir oladi masalan. Qaysida ham hadovoyligini. Ha, biz ham o'zi xarigar etolmay Xitoyga borgan zavodlarga kiraman-da, qilib anaqa tayyor mahsulotimizdan siqadi. O'shanga haligi nima kam qolayotgan bo'lsa, beton signal boradi. 4 kunlik bir haftalik qoldi. Nimaga qarab Excelga qarab. Excelga qaraydi, kamayadi-yu. O'shanda qizil sariga tushdi, o'sha boshlagin deydi. To есть Excelda o'zi aytib turadi, sizga qancha qoldi, o'sha tezroq. Shunaqa. Biz betga datasini qo'yganmiz, xo'p, menimcha 100 tasi masalan bir haftaga yetadi. 100 ta qolganda sen menga signal berasan deysan. O'shanga anaqa. Hozir oldin zaskadim bor edi. Bo'shab ketdi, men o'g'lim qilyapti mana shu. Bu siz o'g'lingizmi? Abdulloh. Kichkina Abdulloh o'g'lim. O'sha maktab bitirdi va bekor yuribdi. Oddiy narsa, lekin o'ziga bir xil ko'p baho beraveradi. Men tizimlashtirib olsangiz, o'shanda qaramaysiz. Mana ham ekspertga mana korobkaga ketadi, hammasi. Hozir Alijon aka mana tizimlashtirib olsa, o'sha jali bitta zavsklatga ham bog'lanib qolmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Tizim deganda hozir nima nazarda tutyapsiz? O'sha nima qayerda joylashganligimi eng muhim narsa? To'g'ri. Tizim keyin Excel to'g'ri ishlash. Ya'ni nima qoldi? Nima asadga qolib ketayotgan narsangizni vaqtida bilishingiz kerak. Signali, keyin xo'p, sezonli narsani bilishingiz kerak. Sezonda masalan biz dekabrda uje boshlaymiz subsetni narsasini olib kelish. Masalan, martda yig'amiz. O'shani anaqasi bor. Masalan, yoz o'rtasida yig'maymiz subsetni. Bizga tayyor uje sotib yuboramiz. Yozda uje qiyin anaqa emas-da, qiziq emas. To есть men o'ylayman, hamma uchun yaxshi insight bitdi. Ilgari zavsklatlarga bog'lanib qolsangiz, ular biladi nima qayerda turishini, ular ketib qolsa ish to'xtab qoladi, lekin siz uni tizimga solib qo'ydingiz. Sizni haligi maktabda yoki institutda o'qiydigan o'g'lingiz ham shunaqa yozda kelib bemalol u ishni qila oladi. Chunki nima qayerda turishi o'sha do'stiga yozilgan. Tizim bo'lish kerak. Bittaraf qo'lda taxlaydi. Bizda karamdan qo'ysak, to'sib qo'yamiz-da. Ammo o'ni haligi anaqa bor, mana bitta tam bittasi bor, ikkita bundan. Anaqamizda. Bitta qatori bittadan qo'yib qo'yamiz. Paddonga qo'ysa, paddonni biz yutqizib qo'yamiz-da. Men hozir buni ham qilganimiz bor, bitta displey, butun displeyni razmeri-da, 5 kvadrat. Bu o'ziga yasattirganmiz bu anaqa. Bu tayyor bo'lmaydi. O'sha displeyga mo'ljallab vaqt anaqani olamiz deb qilingandi. Prosta bizda asadki har doim bo'lish kerak. Ekspertni xo'p, o'shanda ham bir zakaz tushsa 70-80% bo'ladi skatda. Qolgan 20% ni tez yig'ib chiqarib olishimiz kerak. Tadbirkorda nima vaqtdan yutish kerak, tez bo'lish kerak. O'shani katta skat qilganmiz. Zakaz bo'lganda men bir haftada molni chiqarib olishim kerak, libochasiga. Uzog'i bir oydan qolib ketsa, mana hech kim ishlamaydi. Chunki tadbirkor pul tez aylansa, keladi keyinga. Shu. Mana shu mana ekspertga mana korobka ekadi. Даже bir xillari bor, mana bunaqasiga yopishtirib bergan deydi. Ichida nima borligini yopishtirib bergan deydi. Bu o'sha boshqa anaqalar. Bu bozorchilari bor, Moskvada bozori bor. O'shanga mana shular yopishtirib berilar edi, boy yopishtirib beramiz. Qolganlari raqamda anaqa kelib turadi. Ilojini qilamiz, bizaniki 5 qavatli yaxshi korobkada baqvat chiqaramiz. Ekonom qilmaymiz bu korobkani. Boshqada o'sha 1000 so'm, 2000 so'm qilmasa ham biz chunki bu negativda sinadi-yu. Sinib yotsa, o'zi 4 dollar, 5 dollarga o'yinchoq bo'lishi mumkin, lekin miyasiga har doim tep furadi anu tadbirkori. Negativ tep furadi-da, brakni ko'rsatadi. Brakingiz eng yomon narsa-da. Biz korobka yaxshi bo'lmasa, borguncha sinishi mumkin-da. Men chunki o'zim olib kelaman Xitoydan ko'p olib kelam. Brak chiqqan narsani keyingi harakat qilib olmasligida. Olmayman, nima kerak? Simotgan yaxshi o'rni olaman deyman. Shu, mana shunaqa endi mana shu biz ham o'yinchoq anaqasi. Skadimiz. Bu ham birinchi tizimlashtirgan, mana shu tizimlashtirdik. Skatdan boshladik-da biz. Skatdan boshlab, keyin ishlab chiqib, endi oxiri ishlab chiqarishi sexga tushdik hozir. O'shanga anu doskalar hali oxirigacha qilinmagan-da. Ular ham qachon vaqti bo'lganda qilyapti-da, bular ham botirlar ham, to'g'rimi? Unaqa alohida daba mamini qilib ish qolib ketish kerak emas-da. Zo'r. O'zi tizimlashtirishda juda muhim narsa. Alijonga hali o'zingiz ham aytdingiz, birdaniga qila olmaysiz uni. Kichkina qadamlar bilan shunaqa. Kichkina bir o'zgarish bo'lsa, o'zgarish qilib, keyin bu o'zgarishchi nimaga bizga foyda berayotganini tushuntirib berasiz bularga. Xodimlarga, tizim bo'lsa, sen vaqtingni ketkazmayapsan, umringni ketkazmayapsan aytdi, nervingni ketkazmayapsan, tayyor olsan, keyin hozir oldinga kelganingizda qanaqa edi, hozir qanaqa toza. Hozir bular aytayapti, qanaqa desam, tozami, yoqyaptimi, yoqyapti. Mana shu tizim, mana shu senga. Hamma o'zini vazifasini konkretni bilsa o'sha edi.
Oldingi safar kelganimizda hattoki ana yig'ayotgan sexida ham sal nima tartibsizroq edi. Shunaqa edi. Hozir ancha. Hozir hammasi egasi bor. Hammasi joyi egasi bo'lganiga talab qila olasiz-da. Egasi bo'lmasa kimdan talab qilasiz? Hozir egasi bormi o'shanga hammasini KPI ham o'shanga tozalagan boyligamiz. То есть mana bu polkalardagi nimalar, raqamlar haligi doskada yozib qo'yilgan. Xuddi shu kichkinalashganida olib kelib yig'ishadi. Shu doskada men qaradim, men bu yerda ekan, qaraydi, o'zining hammasini raqami bor. Yopishib chiqib. Endi bu ham sekin-sekin bo'ladigan narsa. Osonlikni tushuntirib berish kerak-da xodimlarga. Bu yaxshi tarafi buni ustiga yana sekin quraverasiz-da. Keyingi safar betga mana bunaqa yozsak yanada yaxshiroq bo'lar. Keyin balki QR kod bo'ladi. Masalan, mo'ljallarimiz QR kodda qilish kerak. Chunki hozir qilmoqchi bo'lgan narsamizni pastda QR kodni yashil bo'ladi, jarayonda masalan sariq bo'ladi, qizil qilinmayotgani. Qizil yashil bitganida o'zi. O'zi masalan polfabrikat chiqyaptimi? Ani zavska anaqada ham ertaga qo'lda QR kod oladigan anaqasi bo'ladi. Grushida ham. Grushida biz ancha ish qiladi, mana shu grushidan o'zi. Tizimni qanaqadir bo'lagida bo'ldi-da, bo'lmay qolsa ham ishlamaydi-da, bo'ldi bor. Bu yerda mana qizil, qora bu brigadalarning rangi. Ertaga qidirayotganida mana qoradan qidiradi-da, qoradan qidirganda nomerdan topib oladi. Masalan, bu yerda bashni yozib qo'yibdi. Hali ham bizda anaqani 100% o'tib ketmaganmiz. Bashni ham bor, raqam ham bor. Ikkalovi birga ketursin. Lekin mana kran masalan, boshqa o'ziga osonroq, lekin raqam ham bo'lsin deb. O'shanga anaqa qilish kerak-da, 100% anaqa qilmaganmiz. Bu ham bo'lsin, bu ham oddiy, soddaroq, tushunarli bo'lsin. To есть o'sha brigada narsasini olib kelganda aynan mana masjidga kelib taxlab qo'yish kerak bo'ladi. Mana mana shu mahsulot topgan. Taxlab qo'yadi. Bu topishga oson. Agar mana yecheka pustoy-ku mana bu bo'shi, mana shu narsa taxlab oladi. Mana bu yerda masalan ikkitasida bitta narsa turibdi. Mana bunda ikkitasida bitta narsa turibdi. Xo'p, mana bu yerda mana bunda ikkitasida bitta narsa turibdi. Mana bu yerda bittasida ikki xil narsa turibdi. O'sha yerdan ko'ra oladi. Keyin bo'sh yecheykalarni topa oladi, anaqasini. Qora chumani brigadirlar qanaqa belgisi bu? Qarang, 3 ta brigada bizda. Bittasi qora bilan o'zini bildiradi, bittasi qizil bilan bildiradi, bittasi ko'k bilan bildiradi. Tushundingizmi? Masalan, bittasi pasuda brigada bor. Keyin ani katta narsa yig'ayotgan brigada bor. Keyin tepada Legoni brigadasi bor. 3 ta brigada, uchalovning rangi bor. O'sha Mametda o'shandan topa oladi. Yordam beradi bu? Narsani topishiga yordam beradi. Qayerdan chiqayotgan, masalan, bashnalar qizil Legodan chiqadi bular. Lego brigadasidan narsani qidirib, mana bashna qizil, mana ham bashna qizil, mana nima ekan? Dino, dinozavr ekan, bu anaqaniki. Единорог, bu ham anaqa. Bu mashhura ham brigadasi ekan, hali katta anaqalarniki. O'sha mana shu raqamni keyin raqamdan tashqari yozuv ham bo'lsin, mayli, hech narsa qilmaydi. Yozuv ham tushunarli bo'lsin, mana qilingan. Bu magnit qilib qo'ygansiz. Magnit hammasi, bu joy o'zgaraveradi. Ertaga joy bo'sh bo'lib anaqasi hozir buni ustida ishlayapmiz, eng tez ketadigan pastda turish kerak hozir. Oldin boshqacha edi. Keyin buni qanaqa qildik? Tez ketadi, birinchi etaj qo'y. Oson bo'lsin, eshigi chiqib ketishga oson bo'lsin. Ha, subset tez ketyapti, o'shanga eshikni tegtiradi bu. Zo'r. Tez chiqib ketsa anaqa qilib. Vaqt ketkazmasin. Tepada gogoda bir hafta bitta oladigan tepada. Sekinroq ketadigan tepaga qo'yamiz. Vaqt ketkazmaslik uchun. Shu mana shu anaqasi qilgan ishimizda. Hozir hali oxirigacha baribir ishlayapti sekin. Bunga qancha vaqt ketdi, Alijon aka? 1 yildan shu vaqt ketdi-da. 1 yildan shu. Ha, 1 yildan shu vaqt ketdi. Hali ham davom etadi. Ha, hali ham davom. Hozir men endi pastga sexga tushdik-ku. O'sha sexni ham xudo xolasa bir 2 oy, 3 oylarda anaqa olamiz. Anaqasini to'g'rilab olamiz. Tizimlashtirib olamiz. Chunki bittada hozir ularga nagruz ko'p qoladi, keyin nagruz bersiz, keyin ishlamay qoladi-da analar. Просто ozgina anaqa qilib qilish kerak. Sexlarda diplomlar, tashakkurnomalarga ko'zim. Ha, ko'rdingizmi? Ha, shu haqida. Ha, bizda hozir unaqa ko'p ishlatmaymiz, oldin zo'r ishlagan, hali ham ishlatan qilsa zo'rda. 3 ta brigada bor, yig'adi, summasi bor. Qancha? Masalan, bittasi 50 ming dollar yig'dimi, bittasi 60 ming, bittasi 25 ming dollar yig'di. Keyin birinchi brigada zo'r ishlagan bo'lsa, zo'r topdi. Keyin anaqa vaqtida kelganlarga, inoq bo'lib ishlaganlarga har xil nominatsiyasi ko'p-da uni. 5-6 xil nominatsiyasi bor. O'sha nominatsiyaga biz oylik olayotganda, berayotganda majlis qilamiz, hammamiz yig'ilib. Men gapiraman, bu oy nima YouTube'ga keldi, keyingi oy nima qilmoqchimiz, qayerga ketamiz, nima qilyapmiz, nima yangilik chiqyapti, u ishlarni gaplashaman mana shunaqa. U bir oyda bitta bo'ladi. O'shanda oldin qilardik, tug'ilgan kunlarga narsa berardi. Endi uni tug'ilgan kun olib tashladik. Anaqasi o'sha diplom beramiz, diplom vashi zo'rda.
voy dedi biza diplom olishib keyingisiga уже anaqa motivatsiya bo'lib boshqa bo'lsa arz menga 10 ming so'mga tushadigan qog'oz u lekin anaqani 1 millionlik motivatsiyani beradi-ku. O'shanaqa joy. Lekin o'sha hammasi yig'ib qo'yishadi. Anaqasi keyin yil oxirida qilamiz. Yil oxirida ko'p ishlaganligi, hali so'rashadi, ko'p ishlaganligi, keyin yaxshi ishlaganligi, zo'r yengillik qilganligi, o'sha nominatsiyasi bor. 10 xil nominatsiya bor. Unda o'sha kattaroq narsa beramiz. Oldingi yil qozonlar berdik, qozon berdik, keyin Miami ishlariga anaqa bor, o'shani komplektini qilib berdi, 7 xil, 8 xil. Har bir yiliga bitta narsa qo'shamiz. Oddiysi skоворodka, quloq olinadigan. Skоворodkaga ham bitta narsa qo'shib, eng kattasi qozongacha, 10 litrli qozongacha, o'sha короче $200-300 narsa olib ketdik kamida, eng kami anaqa. Diplomiga ham, keyin anaqa qotgan narsasiga ham. Nima deydi? Yangi hozir aytdilar-ku, ko'p ishlagan odamga qanaqa motivatsiya beryapsiz? 10 yil ishlagan ishlarim bor. Brigadir emas, zo'r ishchi lekin. Bir pensiyaga chiqqan hali ham ishlaydi. Masalan-da, o'shalarga ham beramiz. Olib ketadi. U keyin aniq ko'radi, ishlash kerak ekan deydi. Lekin men Yaponiyada ham ko'rdim, pensiyaga chiqqandan keyin ishlayapti, o'qituvchi bo'lib. To'g'rimi? Pensiyaga chiqqandan odam yo'q deyapti. O'sha yerda borib kayzen o'tgani ham shu pensiyaga chiqqan odam kelib o'tyapti kayzenni. Ani keyingi shogirdlarga dars beryapti. Mana bunaqa qilish kerak, praktikasini o'ylashyapti-da. Bizda ham anu odobga chaqiradigan anaqalarimiz bor, ayollarimiz bor. O'sha faxriy anaqalar, psixolog odamlar bilan qanaqa ishlaydi, nima qiladi, gaplashadi. Sal haddidan oshsa sekin chaqirib tanbeh berib qo'yadi. Masalan, Ahmad aka bolaga qaraydilar. Sal anaqasi turishini anaqami? Qiziga gap otdim, yaxshi o'ymay qara, mana bunaqa sekin tushuntirib qo'yadi. Men gapirmayman-da, o'sha muhitni o'zi shunaqa-da. Hatto ayollarga o'zini anaqasi bor, chaqirib, "Bay qarab, bu yerda mana bunaqa yurgan, mana bunaqa yurmagan, ochuq-sochuq anaqa qilmagan" deb sekin o'zi qilib qo'yadi. Chunki u gap o'tadigan odamlar bor ichida. O'shalar muhitni to'g'rilab anaqa qilib yuradigan odamlar-da. Alijon aka, men sizni qiladigan ishingizni bir gapirib turaman darslarda. Kech qolmaydigan xodimlarga yo agar brigada kech qolmasa yana shakar ham qo'shib berish hali ham bormi praktika? Hali ham ishlaydimi? Hozir endi uni produktga qilmoqchimiz. 5 litr yog' edi, hozir 1 litr yog', shakar, un, anaqalar qo'shmoqchimiz-da. Kech qolmaydigan xodimlarga. Kech qolmasa, vaqtida keladi, kech qolmaydi, kamida 26 kun ishlash kerak. 26 kun ishlagan bo'lish kerak, o'shanga beriladi. O'shani qilmoqchimiz, tamam. Endi anaqasini ko'paytirmoqchimiz. Produktni yog'i o'zi emasda, yog'i kamaytirib, masalan 2 litr yog' qilamiz. Qolganiga shakar, yog', tag'in nima, uyda guruch ishlatadi, o'shani ro'zg'orga o'shani qilib bermoqchimiz anaqasiga. Endi yog'i achib ketdi yog'ligi. O'shanaqa. Lekin puldan ko'ra yaxshi-da bu. Hali shtrafdan ko'ra yaxshiroq ishlaydi mas. Shtraf ishlamaydi hech qachon. Negativ olib keladi shtraf. U deydi, men kech qolgan xodimga misol uchun o'sha nimadan quruq qoladi, lekin oyligidan olib qolmaysiz. Oyligidan olmaymiz. Chunki bularki izdelniku. Bu faqat bu intizom ushlab turish uchun kerak-da. Boshqa narsa uchun emas. Men bularda masalan qo'li sekin gaplashib o'tiradim. Bularga anaqa ishiga qarab pulni oladi bular. Fiksirованный oylik yo'q-a? Yo'q. Faqat qilgan ish. Fiksirованный oylik faqat anaqada bor. Ofis xodimlarida bor, boshqa anaqa отдел kadrda bor masalan. Hop bizda отдел kadr anaqa kelib barchini ishlayapti. Anaqada sizda o'qigan u ham. Barchinoychi. O'zingizni xodimingiz kelib o'qidilar-ku? Yo'q. Undan sizdan o'qib keyin bizga keldi ishga. Ha, shunaqami? Ular hozir boshqa joyda ishlayapti. Yakshanba kuni 2 soat ishlab kelib, o'sha отдел kadr ishni qilib ketyapti-da. Menga yetadi, ishchi anaqa qilmadim. Yaxshi. Zo'r bo'ladi. Chunki baribir o'zini ustasidan qildirish kerak ekanda. отдел kadrda kuchli-ku. HRda anaqa qilmasa ham, lekin отдел kadr dokumentli ishda anaqasi qilib qo'yish kerak. Yaxshi. Zo'r, yana savollaringiz bo'lsa, nima qilamiz agar qarindosh urug'chilar bilan ishlashgachi? Qarindosh urug'chilik, hop, qarindosh urug'chilikda bitta, ikkita bolam bor, boshqa hech kim yo'q bu yerda. Ikkita o'g'lim bor. Ha? Qarindoshlar bilan ishlaymiz. Qarindoshlar yaxshi emas-da. Ketganda boru yuragingiz uzib ketadi-da ular. Bilasizmi? Yuragingizni shunaqa ichidan uzadi, bo'ldi. Ishlaganman ko'p. Hozir o'zim mukammal ishlayman, u men ishiga aralashmayman. Men sodani u yurg'izadi. Undan shartnoma qilib qo'yganman, bo'ldi. Ishiga aralashmayman. Kelishuv bu. Menga отчетini topshirib turadi, bo'ldi. Kelishadi. O'shanga chunki pul bilan bo'lisha olmaysiz-da, o'tdi. Shayton shunaqa narsa-da, fitnani tashlaydi miyangizga, uxlatmaydi. Pulingizni aniq qilib chiqadi-da.
o'shanaqa. Alijon aka kattakon rahmat. Juda ham yaxshi insightlar oldik. Men o'zim ham rosa havas qildim. Qilingan ishlardan, bo'lgan ishlardan. O'zi biz kelganimizga 2 yilmi bo'ldi. Oldin kelganimizda bunaqa holatda emasdi. Qilinish kerak ishlar. Endi ana boshlayotgan vaqtimizda. Lekin zo'r tizimlarga tushibdi, ancha porядка bo'libdi. Kayzenlarni zo'r yaxshi qo'llabsizlarni, kanban tizimlarni, keyin umuman xodimlarni boshqarishda halidagi kelishuvlar juda ham yaxshi. Video uroklar, darslar qilgansizlar. Menimcha hamma uchun ham yaxshi insightlar bo'ldi. Mayli bittasi foydalansa ham bir savob kelib turar. Ha. Anaqa qilib. Eng yaxshi tarafi hech narsadan hali nima bo'lmadi. Cheklov bo'lmadi, ya'ni buni olmanglar, buni rasmga tushirmanglar degan narsa bo'lmadi. Bemalol men xudo xolasa buni ruxsat bersangiz keyin videosini ham chiqaramiz. Qolganlar ham foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Xudo xolasa. Ishingizga rivoj tilaymiz. Yanada ishinglar barakali, fayzli bo'lsin. Xudo xolasa yana keyingi safar kelganimizda bundanda yaxshi tizimda ishlayotganini ko'rish nasib qilsin, xudo xolasa. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat kelganingizdagi. Sog' bo'ling.